2016mi 2017-yilgacha shtokda когда o'ynaganman. Xubor tadbirkorlar kamroq. Har doim shunaqa bo'lgan. Biznes egasi $5000 to'lashga tayyor. Topolmay, haligacha topolmadik. Kossasi oqarmadi deylik ba'zilarini. Savol, Carrefour nima bera oladiki, yo bozorda sotayotgan odam Carrefourdan kirib sotib olsin, yoki korzinkada sotayotgan odam Carrefourdan borib sotib olsin. Beradigan narsasi bormi? Nimaga men borib, Papa John'sdan pizza sotib olishim kerak? Bellissimani o'rniga. Oradan 3 oy o'tgandan keyin soliq inspeksiyasidan, 2 oy o'tgandan keyin prokuraturadan tekshiruv kelgan. Juda ham ajoyib vaqtlar bo'lgan. Prokuratura u payt boshqacharoq ishlagan. Umuman boshqacha ishlagan. Men to'g'risini eslagim ham kelmaydi u narsa. Kango degan jingle orqali qilingan reklama kampaniyasida bolalar Kango nimaligini bilmasdan ota-onasidan Kango olib bering deb talab qiladigan darajaga chiqqan. Nenormativ leksikadan foydalanasiz? Ha, foydalanaman. Juda ham ko'p foydalanaman. Uni bekitib ham o'tirmayman. Tadbirkor loyihasini debyut sonida marketing sohasi vakili bilan gaplashishni xohladik. Chunki o'rta va kichik biznes eng ko'p norozi bo'ladigan soha vakillari va eng ko'p tanqid qilinadigan soha bu marketing va bu sohada siz 20 yildan beri faoliyat yuritib kelasiz. Bugun sizga aynan o'zbekcha marketing, undagi xatolar va faoliyat haqida bir nechta savollarimiz bor. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Ketdik. Faoliyatingizni boshlanishi Akfa bilan bog'liq. 2005-yilda Jahongir Abidovich bilan birga ishlagansiz. Va u paytda marketingni Messi ham bo'lmagan bo'lsa kerak, meni fikrim bo'yicha. Nima bilan shug'ullangan marketing bo'limi? Men sal to'g'rilab ketaman. Faoliyatim boshlanishi marketolog sifatida marketologga aylanishimga asosiy sababchi Akfa bo'lgan deb hisoblasak bo'ladi, lekin boshlanishi biroz vaqtliroq boshlangan. Ya'ni Akfada ishlashimdan oldin o'sha paytda Brand Goda degan bir hozirgi Brand Goda marketing assotsiatsiya o'tkazadi. Shunga o'xshagan bir tashkilot bo'lgan. Qozog'istonniki, ular Qozog'istonda ham o'tkazardi, O'zbekistonda ham o'tkazardi. O'sha kompaniyada ishlaganman. Yarim yilcha. Kuryer bo'lib. Kuryer bo'lib, hujjatlarni tashib, paday prinisida, qo'polcha aytganda, shunaqa bo'lib ishlaganman. Keyin Akfaga o'tganman. Anaqa. Endi Akfada 2005-yilda ishlash boshlagan bo'lsam, tabiiyki marketingda qilinishi kerak bo'lgan juda ham ko'p ishlar qilingan, lekin bu narsa marketing deb nomlanishini bilmaganmiz. PR deb aytganmiz, reklama deb nomlaganmiz, marketing bo'limi degan narsa ham yo'q edi. Misol uchun bu marketing bo'limi, bu bizda marketolog deyilmasdi, hamma menejer edi. Bosh marketolog Jahongir akani o'zlari edilar. U hamma ideyalar Jahongir akaniki. Men misol uchun o'sha Akfani o'sha 2004, 2005, 2010, 12-yillargacha ключевой qabul qilingan marketing bo'yicha aytadigan bo'lsa, marketing bo'yicha qabul qilingan решениyalar, qabul qilingan, misol hattoki o'sha efirga ketgan kreativlargacha bu Jahongir akaning o'zlarini anaqalari. O'zlari qilgan narsalar, o'zlari o'ylab topgan narsalar. Men o'shaning uchun har doim juda ham ko'p gapiraman Jahongir akani. O'zim kimgadir intervyu bersam boshqa qilsamki, men 20 yil marketing sohasida ishladim. U paytda Jahongir akam hozirgi Jahongir aka emas, ular ham endi biznesga endi kirib kelmagan bo'lsalar ham hali o'rtacha darajadagi biznes bo'lganda, unaqa topovoy butun O'zbekiston darajasidagi haligi foyda bo'yicha, oborotlar bo'yicha unaqa katta biznes bo'lmagan. To'g'ri, o'sha paytda endi kommunikatsiyalar sohasida ham konkurensiya unaqa katta bo'lmaganda o'sha narsani sezganlar. O'sha qatga udar qilish kerakligini bilganlar. O'shaning uchun bizni hamma qilgan kommunikatsiyalarimiz, hamma qilgan qarorlar, marketing deganda endi biz faqat kommunikatsiya emas-ku, o'sha mahsulotni o'zi. Mahsulotga ya'ni endi biz Akfa haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha paytda alyumin profil yoki undan keyinchalik plastik profil, uni upakovkasi, uni mijoz ofisga kelib yoki skladga o'tib mahsulot olib ketayotgandagi harakatlari, mijozlarga bo'lgan servis, narx qanaqa belgilash, nima qilish, sotuvni qanaqa tashkillashtirish, respublika bo'yicha dilerlarni setkasi, hammasi Jahongir akaning o'zlari qilgan ishlari.
O'shaning uchun haqiqatdan bu nima deydi, endi menimcha shu Alloh tarafdan berilgan bir dar bo'lsa kerak Jahongir akada. Chunki buni Jahongir aka o'zlari ham aytadilar, hech qanday kitobda o'qimaganlar buni qanaqa biznes qilish, boshqa qilish, o'sha chuka deydi-yu, biznesov chuka dahshat. O'shanga o'sha qilingan ishlar to'g'ri, u paytda aytaman, marketing deb nomlanmagan, qayerdadir PR derdik, qayerdadir reklama derdik, marketing so'zini deyarli ishlatmasdik. Shunaqa. Nimalar bilan shug'ullanardi? Ya'ni o'sha poligrafiya, tushunarli poligrafiya, har xil выставkalarda qatnashish, televizion reklama, tashqi reklama, endi kommunikatsiyalar haqida gapiradigan bo'lsak, hammasi bo'lardi. Keyin san'atkorlar bilan ishlash, influence marketing deb nomlaylar, to'g'ri, u paytda ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan-ku, lekin san'atkorlar bilan ishlash juda ham yaxshi anaqa bo'lgan, yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Aytaman, mahsulot bo'yicha ham shunaqa. Misol uchun distributsiya bo'lgan, birinchi chet el profilini, chet elni olib kelib, bu yerda ulgurji savdosi bo'lgan. Keyin o'sha sexlar qo'yilgan, o'sha bevosita profilni rom yasaladigan. Keyin profilni bo'yash sexi ochilgan. Ya'ni profilni o'zi kelsa 1 so'mdan, uni bo'yamasdan olib kelsangiz 80 tiyindan bo'ladi, bo'yabsangiz 90 tiyinga aylanadi. Ya'ni 10 tiyin foyda bo'ladi qo'shimcha deb turib, bo'yash sexi ochilgan. Keyin alyumin zavodi ochilgan, keyin plastik ketidan ketma-ket plastik zavodi ochilgan. Va hokazo shunga qarab ishlangan. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha yana klassik 4P haqida gapiramiz har doim. Product price place promotion hammasi qilingan, aytaman, lekin biz mana buni qilamiz deb qilinmaganda. O'sha hammasi qilingan, lekin u nima deb nomlanishi, qanaqa qilinishi hech kim bilmagan u paytda. keyinchalik kirib kelgan. Yo'q, endi u paytda dunyoda bo'lgan, bizda unaqa tushunchalar O'zbekistonga bo'lmagan unaqa tushunchalar. Qanaqa rahbar edi Jahongir? Zo'r. Ya'ni rahbar sifatida. Rahbar sifatida men aytaman, men ko'rgan xalqaro kompaniyalar bo'ladimi, o'zim bevosita xodim sifatida ishlagan kompaniyalarim yoki misol uchun biz hozir juda ham ko'p kompaniyalar bilan hozir ishlaymiz. Rahbarlarning o'zini xodimlar bilan munosabatlarini tashqaridan kuzataman. Men ko'rgan o'zini xodimlariga bo'lgan munosabati nuqtai nazaridan, kompaniyani boshqaruvi nuqtai nazaridan ko'rgan eng top tepada turadigan rahbar. Qattiq qo'lmi yoki? Payti kelganda juda ham qattiq qo'l. Juda ham qattiq qo'l payti kelganda. Lekin payti kelganda kutmaganingizda shunaqa podдержка berib yuboradigan odam, kutmaysiz, hozir keladilar, meni yopishtiradilar deb o'ylab o'tirganingizda shunaqa motivatsiya berib, shunaqa podдержка berib yuboradilarki, 10 baravar ishtiyoq bilan ishlaysiz. 10 baravar, 100 baravar ishtiyoq bilan ishlaydigan darajadagi rahbar. Aynan shu Akfa'dagi faoliyatingiz davomida bo'lib o'tgan qanaqadir biror qiziq voqeani eslay olasiz? Voqealar ko'p bo'lgan. Men hozir aytganimga misol sifatida aytishim mumkin. Endi tushunishingiz uchun men Akfa'da ishlayotgan paytimda 19 yosh edim. Ya'ni talabaman. Birinchidan menga shunaqa sharoit yaratib berganlarki, kunduz ertalab o'qirdim, o'qishdan keyin borib ishlardim. Ya'ni o'qishingni qilgin deganlar. Men ishga olganlarda o'qishingni qilgin. Bu yerda ham ishingni qilgin degan anaqa bilan ishlaganman, sharoit yaratib berganlar. Keyin o'sha paytda endi har xil sohada mutaxassislar yo'q va har xil nima biznes qilsak ham. Bitta odam olardilar kompaniyada, bo'ldi, sen mana shu sohani, mana shu yo'nalishga sen javobgarsan derdilar. U o'zi o'rganib o'sha sohani tortib ketish kerak edi. Bizda shunaqa bo'lganki, Samandar Hamroqulov degan artist bor, hammamiz bilamiz. O'sha odamni Jahongir aka konsertini tashkillashtirib berishni va'da bergan bo'lganlar u odamga, o'sha Samandar Hamroqulov san'atkorga. U paytda endi hozir Samandar aka adashmasam unaqa qo'shiq ko'p kuylamaydilar, ko'proq o'sha boshlovchilik qiladilar, lekin o'sha paytda qo'shiqchi edilar, o'sha kinodan chiqib, kinoda rol o'ynaganlar, anaqa sevgi fazosi degan ashulalar bor. Xullas, уже pastga top zvezda emaslar. 2005-yil oxiri bo'lsa, hali unaqa top zvezda emaslar, lekin уже top zvezda emaslar, shunaqa deylik, lekin nomlari chiqqan san'atkor. Keyin men chaqirganlarda, Aziz deganlar, bo'ldi, mana shu konsertda san qilasan deganlar. Men
unda borgan bo'lsam bir 10-15 ta konsertga ko'rgani borganman-da, konsert nimaligini bilmayman. Mana shu konsertni qilasan deganlar, "Xo'p" deganman. Bo'ldi, mana shu Adan Yagacha hammasi sanib o'ynaydi. Nima qilsang qil deganlar. Tashkiliy masalalar. O'sha Akfa tinchlikda ofisida yonida Uzgaz loyiha degan institut bor. Hozir Jahon School bo'ldi o'sha bino. U bino ham Akfaga tegishli edi o'sha paytda. O'shaning tepasida 4-etajda anaqa zal bor edi, aktiv zal bor edi. O'sha zalda har kuni repetitsiya bo'lardi, o'sha konsert repetitsiyasi. Keyin boshlangan proyekt. O'sha reklama qilganmiz, posterlarni qilganmiz, Xalqlar do'stligi saroyi bilan borib kelishilingan, konsert beriladi deb 2 kun konsert bo'lishi kerak. Kunini fevral oyiga belgilaganmiz. Hozir aniq esimda gazeta bir 9-10-mi, 7-8-mi fevralga belgilangan. O'sha yerda o'sha xato boshlangan. Sababi fevral oyida o'sha paytda 3-4-da Shohrux reper konsert bergan. U paytda Shohrux reper topga chiqqan paytda. 13-14 fevralda Rayhon konsert bergan. Ikkita top yulduz o'rtasiga biz turganmiz. Endi biz bilamiz, konsertga boradigan auditoriya примерно bitta auditoriya. 3 ta konsert turganda bittasini tanlasa ham aniq biz bo'lmaymiz, ikkitasini tanlasa ham aniq biz bo'lmaymiz. Ya'ni Samandar o'zini qanaqadir fanatik движенияsi bo'lishi mumkin, ular 2 kun emas, 1 kunni yarmini ham to'ldira olmaydi Xalqlar do'stligi saroyi zalini. Biz u haqida xayol yo'q. Ketdi o'sha anaqa konsertni belgiladik, narxni belgiladik, bilet sotishni boshladik. Endi biz men u paytda uni bilmaganman. Hech kim biletni kassaga chiqarib qo'y, faqat uni sotish bilan bilet sotilmas ekan. Men o'sha paytda men degan yulduzni ham konsertini biletini sotish uchun har xil tashkilotlarga, profsoyuz orqali borib bilet sotish kerak. Biz u narsani men bilmaganman biz uchun. Reklama qilganmiz, televideniyega reklama berganmiz, ko'chaga reklamalar osganmiz, hamma ishni qilganmiz, bilet sotilmayapti. Umuman sotilmayapti. Rasxod ketib yotibdi. Jahongir aka pul ajratib berganlar. O'sha dekoratsiya qurilgan, nima deydi, raqqosalar va hokazo, arenda zal katta rasxod ketib yotdi. Uni qoplash kerak. Bilet sotilmagan. Konsertga taxminan bir 10 kuncha vaqt qoldi. 4 mingtadan 8 mingta bilet bo'lsa, 2 kunga Xalqlar do'stligi saroyiga 500 tam sotilganmi, 400 tam, uni ham yarmini o'zimizniki olgan. Shuday ahvol endi, sotilmayapti, bilet bo'ldi. O'tirimiz nima qilishi mumkin. Endi men yugurib yuribman, kayfiyatim normalniy. Рабочий ketyapti. Keyin bitta o'sha paytda Akfada ishlayotgan bitta xodimani chaqirganda, men bilan ishlaydigan. Mendan ko'proq ishlagan, yoshi kattaroq. Sen bildingmi nima qilib qo'yganingni degan. Nima qildim desam, sen parod qilding degan. Indamay turibman. Sen xo'jani o'ldiralasan degan. Dabdala bo'lasan degan. Keyin men tushuntirman bir tomondan, bu proyekt yurmadi. Bir tomondan o'zimni oqlashga harakat qilmay, endi men qayerdan bilaman, bo'l, senga topshirsam bajara olmadim degan. O'sha paytda taxminan $20,000 zarar bilan chiqamiz. $20,000 o'sha payt tushunishingiz uchun juda ham katta pul. Toshkentda kvartira $3,500-4,000 turadigan payt. Toshkentda 3 xonali kvartira $3,500-4,000 turadigan payt o'sha paytda. Taxminan $20,000 ubitga bilan chiqamiz. Bo'ldi deyman, o'sha miyamga o'tirdi, ketdim men endi hozir men qayerdan $20,000 topib beraman. Xayol shunda faqat. Yuribman, kayfiyatim tushib ketdi, endi ishlab yuribman. Keyin bir kun o'sha ishxonada yursam, Jahongir akamda qaratdilar, bo'y dedilar. Bo'y, az bo'y derdilar. Bo'y baland bo'lgancha az bo'y derdilar. Bo'y dedilar. Desam, "Bu yoqqa dedilar." Keldimda, "Nima bo'lyapti tepa?" dedilar. Anaqa o'sha konsert. Ketyapti, biletlar sotilmayapti desam, dedilar-da. "Yur tepaga" dedilar. Tepaga chiqdik. Repetitsiya bo'lyapti. Repetitsiyani ko'rdilar. Keyin shundan chiqqanda mana bu yoqqa kirdilar-da, o'sha bitta xona bo'lar. Kirdikda, "Senga nima bo'ldi?" dedilar. "Hech nima" dedim. "Yo'q, senga nimadir bo'ldi. Menga aytchi, nima bo'ldi? Sen endi Jahongirga parod qildim, mana shunaqa 20 ming shu ubitkada turibmiz, u bo'lsa, nima 20 ming ubitkani sen qildingmi dedilar. Sen 20 ming pulingni yo'qotdingmi dedilar. Indamay turibman. Men qaradi dedilar. Men
qayerga borayotganimni, nima qilayotganimni juda ham yaxshi bilardim dedilar. U pulni qayerga ishlatilayotganini, nima bo'layotganini ham dedilar. Men sendan shu konsertdan foyda olib kelgin deb aytdim. Men sen konsertni tashkillashtirgan dedilar. U pulni yo'qotgan bo'lsam, men yo'qotdim. Lekin sen tajriba to'plading shuni orqasidan. Ertaga biz shu narsani o'zimizda o'sha paytda Akfamedia ochilyapti. Endi ochiluvdi. Ertaga o'zimizda tashkillashtirganimizda endi bilasan qayerga nimani qo'yishi, qayerda nima qilishi. To'g'rimi dedilar. Ha desam, bo'ldi. Mana shu tajribani o'qishni men sotib oldim. Insta kontrakt to'laysanmi degan. Mana shu kontrakt bo'ldi deganlar. Hozir tez boshingni ko'tar, kayfiyatingni ko'targanda konsertni zo'r qilib o'tkazib ber, tushundingmi deganlar. Bo'ldi. Endi men o'sha paytda mana men bitta turgan bo'lsam, u osmonga chiqib ketgan. Kayfiyatim ham, motivatsiyam ham prosta to'g'ri qisqa qilib aytaman, detallarni aytmasdan 2 kun konsert dahshat o'tgan. Konsertda zal to'lish yodda tursin, proxodligacha to'lgan. Butun zal samandarda baqirgan. Mana itok shunaqa bo'lgan. To'g'ri aytaman, ubudka bilan chiqqanimiz boshlaganmiz, lekin o'sha holat men aytaman, o'sha gap, o'sha kunga bo'lgan voqea menimcha bir umr esimdan chiqmasa kerak. Siz haqingizda yana bitta qiziq fakt. Juda ko'p vaqt siz Что где когда Brain Ring o'yinlarida, Zakovatda ham o'ynagansiz va yaqin kunlargacha o'ynagansiz. Men endi videolarini ko'rib chiqdim. Va Instagramingizda ham ko'rib qoldim. Ko'pchilik sizni o'sha Brain Ring o'yinlaridan, Что где когда-dan tanirkan. Marketing sifatida emas, aynan o'sha intellektual o'yinlardan. Tushunishim bo'yicha bu oddiy hobbi emas, hobbidan yuqoriroq nimadir. Ozgina tushuntirib berasizmi? Qanaqa kirib keldi? Edi. Hozir unaqa emas. Intellektual o'yinlar juda ham ko'p vaqt meni hayotimni ajralmas qismi bo'lgan deylik. Juda ham qiziqardim. Kirib kelishim, endi yoshligimdan o'zi qiziqqanman. Yoshligimdan o'sha Rossiyaning ORT kanalida Что где когда ko'rsatuv bo'lardi. Ko'ra olgan holatimda maksimal ko'rishga harakat qilaman. Qachon imkon bo'lsa o'shani ko'rardim. O'sha yerda o'ynagan odamlar, endi yoshligingizda misol uchun futbolda Messi kumir desangiz, menga o'sha yerdagi yulduzlar o'sha paytda kumir bo'lib ko'ringan. Qiziqqanman intellektual o'yinlarga. Keyin maktabni bitirib institutga kirganimda yozda UNESCO lager tashkillashtirardi. O'sha lagerga borganman. O'sha lagerga Что где когда o'yini bo'ladi deb aytishgan. Bo'ldi, men qayerdan O'zbekistonda Что где когда. Zakovat borligini bilardim, lekin Что где когда deyishganda, keyin o'yin bo'lgan. O'ynaganmiz. O'sha paytda keyin o'yindan keyin o'sha yerda o'yin o'tkazgan odamlarga borganman. Sizlar Что где когда o'ynaysizlarmi deganman. Ha, sen men ham o'ynasam bo'ladimi deganman. Keyin deyishgan. O'sha paytda O'zbekistonda Что где когда yo'nalish borligini bilganman. Rahmatli Aziz aka Aliyev degan odam bor edilar. Keyin og'ir kasallik bilan kasal bo'lib o'tib ketdilar. Ular radioda boshlovchi bo'lganlar. Birinchi bo'lib o'sha radioda, o'sha Grand radiosida o'yinlarni o'tkazish boshlaganlar rus tilida. Va shu bilan sekin-sekin kengayib O'zbekistonda o'tkazilish, Toshkentda o'tkazilishi boshlangan. Keyin ular Moskva bilan munosabatlarni o'rnatib, o'sha xalqaro yo'nalishga chiqishni boshlashgan va o'sha yozda men ularni ko'rganda, ular aynan endi birinchi marta O'zbekiston tarixida birinchi marta dunyoda 3-chi o'tkazilgan jahon chempionati Bakudan qaytib kelishgan bo'lgan 2004-yilda. Keyin men qiziqib o'ynashni boshlaganman. Jamoat tuzganmiz, o'ynashni boshlaganmiz. Shu bilan parallel ravishda institutda, Toshkent moliya institutida o'qiganimda Zakovatga jamoa tayinlanish boshlangan, moliyachi degan. O'zbek tilida. Ha, o'zbek tilida. Что где когда rus tilida o'ynardim, o'zbek tilida moliyachi jamoasi tayyorlash. Men o'sha jamoaga tushganman-da, biz borib Zakovatda anaqadan saralashdan o'tib televizorda o'ynash imkoniyatini qo'lga kiritganmiz o'sha moliyachi jamoasi bilan birga-da. Parallel ravishda televizorga ham chiqqanman. O'sha Zakovatda o'ynashni boshlaganman o'zbekchada. 1 yil shunaqa o'ynaganmiz. O'ynaganman, keyin 1 yildan keyin Zakovatda boshlovchi bilan kelishmovchilik kelgan, ya'ni Abduraslik aytganlar, yo yo'da o'ynaysizlar, yo bu yo'da o'ynaysizlar deganlar. Yo ruschada, yo o'zbekchada
ruschada o'ynamaysizlar deganlar. Aniqrog'i, ruschada o'ynamaysizlar deganlar qanaqa xalqaro musobaqalarga borib o'ynamaysizlar deganlar. Sizga bu yoqmagan. Men aytganman, "Yo'q, uzr" deganman. Menga to'g'ri kelmaydi deganman. Bo'ldi, ketganman. Shu bilan o'shandan boshlab 2005-yildan boshlab to'liq faqatgina rus tilida, faqatgina shtokzekada o'ynashni davom ettirganmiz. 2016mi, 2017-yilgacha shtokzekada o'ynaganman. Birinchi o'ynaganman, keyin qanchadir vaqtdan keyin ko'proq futbolda funksioner deylik, futbol tili bilan tushuntirganda funksionerga aylanganman. Musobaqalarni tashkillashtirishni o'tkazganman. Toshkentda bir nechta katta musobaqalarni tashkillashtirganmiz jahon miqyosida va o'sha oxirgisi o'sha shtokzekadani boshqaradigan tashkilot bor. Futbolda FIFAga o'xshagan o'sha shtokzekadani dunyo bo'yicha boshqaradigan MAC degan tashkilot bo'lgan. O'sha MAC правленияsi bor, ya'ni o'sha butun dunyo bo'yicha shtokzekadani boshqaradigan 12 ta odam kiradi ediki. O'sha MAC правленияsiga saylanganman va MAC правлениясini a'zosi hisoblanganman. Bir vaqt o'zida endi kimlar bor edi правленияda deyishsa, mana o'sha kim agar Rossiyani o'sha televideniyada shtokzekadan ko'rgan bo'lsa, Druys, Patashov, Rubin, Kozlov, ko'rsatuvning bugungi kundagi boshlovchisi Kryuk, ko'rsatuvning bugungi kundagi rahbari Natalya Ivanovna Stitsenkolar ham o'sha kengash a'zosi hisoblanishadi, o'sha boshqaruv kengashini. O'sha boshqaruv kengashining a'zosi sifatida keyin o'sha jahon chempionatlarini ham o'tkazishda tashkiliy qo'mitaning a'zosi va keyinchalik tashkiliy qo'mitaning rahbari ham bo'lganman. Endi brendingga keladigan bo'lsak, brending ham ikkiga bo'lingan, ya'ni xalqaro brending bo'lgan va O'zbekistondagi brending. Xalqaro brendingda ham juda ham ko'p O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, O'zbekiston terma jamoasi sardori, ma'lum bir vaqt boshqa davlatlarni Qozog'iston komandasida ham o'ynaganman. Moskvada ham NTV kanalida brending olinganda o'ynaganmiz va brending bo'yicha o'sha jahon chempionati hisoblanadi. Xalqaro musobaqa Bakuda, Ozarbayjonda ASTV kanali edi, keyinchalik ijtimoiy TV kanalida o'sha Balash Kasumov boshqaruvida o'tkaziladi, lekin boshlovchi Kozlov edi. O'sha rossiyskiy brending qanaqa bo'lsa, o'sha yerda o'ynaganmiz, ko'p musobaqalarda o'ynaganmiz. YouTube'da nimadir qolib ketgan. Odatda televizorda ko'rsatishadi, YouTube'da nimadir qolib ketgan. Endi ko'pchilik taniydigani bu o'sha O'zbekistonda sport kanalida G'anisher aka Rahmatullayev tashkillashtirgan brending bo'lgan. U brendingni menga rostdan ham juda ham u brendingdagi musobaqa o'yinlar menga juda ham o'zimga yoqadi. Sababi bitta ikkita narsa mujassamlashgan. Endi shtokzekada zakot sport bo'lgan, intellektual sport deyiladi. Lekin men o'zim sportga ham juda ham qiziqaman. Ya'ni sportni ko'rishga, sportga muxlislik juda ham kuchli menda. Hamma musobaqalarni deyarli ko'raman. Ko'pchilik, misol uchun, dzyudo, kurash yoki shunga o'xshagan musobaqalarni 4 yilda bir marta olimpiadada ko'rsam, men doimiy ravishda hamma musobaqalarni, Osiyo chempionati, jahon chempionati musobaqalarni ko'rib borib, misol uchun muxlislik qilaman o'zimiz sportchilarga, umumiy ravishda ko'rib boraman. Muxlislik qilaman va yaxshi tushunaman deyarli hamma sportda. Endi bu yerda shu mujassamlashganda, ya'ni brending sport kanalida sport tematikasida bo'lganda. O'shaning uchun yana bitta uni juda ham boshqa muhim tarafi bo'lgan. Endi jamoa tuzilayotgan paytda baribir jamoada o'yinchilarning kuchiga qarab tuzilishi mumkin. Endi u ham muhim. Endi har doim ham o'rtoqlaringiz bo'lmasligi mumkin. Misol uchun kimdir kuchli o'ynasa, o'sha bilan birga o'ynashga aniq qilasiz. Aynan brendingda Dream Team'da jamoamizning nomi va uni juda muhim tarafi yaqin do'stlardan tashkil topgandi. Ya'ni o'sha Usmon Sharixxo'jayev, Otabek Mahkamov bilan birga biz jamoa tuzganmiz-da. Shu darajada o'ynash ham komfortli edi. O'sha Lazaka, Hakim, Igor biz hayotda ham o'rtoqmiz o'ynashgan birga bo'lgan. O'shaning uchun juda ham qiziq bo'lgan. Yana eng muhim o'sha tarafi biz Dream Team bo'lib turib, brendingda bitta ham musobaqani yutqazmasdan 5 yil o'ynaganmiz. To'g'ri, regular o'yinlarda yutqazgan bo'lishimiz mumkin, qaysidir o'yinda, lekin finalgacha borgan bir marta ham yutqazmaganmiz. Hamma o'yinni yutib ketgan. Hamma musobaqani yutib, keyin rahmat sizlarga deb ketganmiz. Yana bir qiziq savol, nima berdi aynan shu intellektual o'yinlar sizga? Ya'ni tadbirkorlik hozirgi faoliyatingizda yoki balki marketingdadir. Qarang. Endi shtokzekada haqida gapiradigan bo'lsam, uni muhim tarafi nimadaki, siz jamoa bo'lib turib, 1 minut ichida
sizga berilgan savolga javob topishingiz kerak. Ya'ni o'sha mozgovой shturm bo'ladi. 1 minut ichida siz masalani yechimini topishingiz kerak-da. U yerda juda ham javobini eshitsangiz, deydiganda, lekin u javobga kelishingiz juda ham qiyin bo'lgan savollar topiladi. Brendingda 1 minutingiz ham yo'q-da, raqibga nisbatan tezroq javob topishingiz kerak. Biznes ham shunaqa-ku. Har kuni qanaqadir masalaga yechim topishingiz kerak. Deyarli har kuni. O'shaning uchun aynan qo'yilgan masalaga to'g'ri javobni tez va aniq topishga jamoa bilan birga. Bu juda muhim. Biznesni hech qachon siz bir o'zingiz qura olmaysiz. Albatta kuchli jamoangiz bo'lishi kerak. O'shaning uchun aynan qanaqa qilib topishga yordam berdi. O'rgatdi deya olmayman, lekin qattiq yordam berdi. 7 yil oldingi N-Factor'da samarali marketing mavzusidagi treningingizdan iqtibos. Hozir tadbirkorlar bugun ertalab reklamaga pul tikib, iloji bo'lsa bugun kechqurun chiqarib olmoqchi. Kompaniyalarda uzoq muddatli strategiya yo'q. Strategiya deganman, pul bo'lsa kerak. Uzun pul yo'q degan bo'lsam kerak. Yo'q, bu xuddi shu frazani 1 yil oldin Kubik podkastda ham aytgansiz. Ya'ni hali ham aktual. Albatta. Nima sabab deysiz? Asosiy sabab bozorda uzun pul yo'qligi. Ya'ni sizni ma'lum bir biznes qilmoqchisiz, ma'lum bir miqdorda pulingiz bor. Uzoq muddatli qilib turib biznesga, ya'ni o'sha pulni tikib qo'yib, uzoq muddatda ishlash imkoniyatingiz yo'q. Rus tilida aytganda dostupni kreditlar bozorda yo'q. O'shaning uchun barcha bu normal holat. Men buni misol uchun kamchilik sifatida aytmaganman, fakt sifatida aytganman. Barcha biznesni shunaqa quradiki, u nafaqat reklamaga, biznesga bugun pul tikdimmi ertalab, iloji bo'lsa shu kechqurun foydamni olay. Juda bo'lmaganda tanini chiqarib olay deb harakat qiladi. Sababi bozorda uzoq muddatli pullar yo'qligi. Bu endi bozor spesifikasi deylik. Bu aktual va to'g'ri bugungi kunda aktual, lekin sekin bu o'zgaryapti. Sababi nimada? Siz uzoq muddatli strategik harakat qilmasangiz, hech qachon katta kompaniya, katta brend qura olmaysiz. Bugun olasiz, bugun chiqarasiz, o'sha o'zimni pulimni chiqarib oldim-u degan xayol bilan yurib, qisqa muddatda ish bitirasiz bo'ldi. Dilets bo'lib qolasizda. Tadbirkor emas. Aytmoqchi bo'lganim 7 yil o'tibdi bu gapingizdan. Lekin hali ham o'zgarish juda sezilarli emas demoqchiman. Nimaga sekin? Ya'ni uzoq muddatli pullarni paydo bo'lmayapti. Endi bu bizani umumiy ekonomikamizning holati. Misol uchun bu aytaman, bu narsani kimdir kelib bizga hal qilib bermaydi. Sekin o'zgaradi. O'zgaryapti. Juda ham tez emas, lekin sekin o'zgaryapti. Yana bir rot aytaman, mana bizda faktorlar ko'p. O'sha inflyatsiya darajasi, yillik kurs stabillik, nostabilligi mana endi bu yil birinchi marta necha yil davomida revalvatsiya ko'ryapmiz. Devalvatsiya bo'lardi milliy valyutamiz. Endi mana revalvatsiya holatini ko'ryapmiz. Ya'ni ko'pchilik mana shu faktorlar uzoq muddatga reja qilishni, uzoq muddatli strategiya tuzishdan qo'rqitadi. Hali ham nostabil. Nostabil emas, stabil. Bu gap bitta haligi yana Jahongir akadan iqtibos keltiramiz, duh kerak deydilar-ku. O'sha uzoq muddatli strategiyaga kirishishga duh kerak-da. U uzoq muddatli strategiyaga kirishishga tayyormisiz, tayyor emasmisiz degan joyi bor. Duhi bor tadbirkorlar kamroq. Albatta, har doim shunaqa bo'lgan. U dunyoda ham shunaqa. O'sha aytaman, kim uzoq muddatli strategiyaga kirishishga tayyor bo'lsa, yakunda yutish ehtimoli yuqoriroq. Yutadi deb aytolmayman, chunki biznes risk bilan bog'liq bo'lgan holat. Yutish ehtimoli, uzoq muddatda yutish ehtimoli yuqoriroq. O'zbekistondagi marketing haqida gaplashsak. Hop. Boshida ham aytdim. Ya'ni o'zbek tadbirkorlari, aynan o'sha kichik va o'rta biznes egalari marketologlardan, marketingdan umuman norozi deylik. Men ko'p eshitganim. Nimasi noto'g'ri ketyapti? Qayerda noto'g'ri ish qilishyapti? Bu ko'proq tadbirkorlarning aybimi, marketologlarning aybimi yoki bozor shunaqa hammasi joyiga tushadimi qachondir? Joyiga tushadi, ozgina vaqt kerak. Sababi bu yerda asosiy muammo marketologlarning yetishmasligidan. Men hozir Akfa'dagi bo'lgan voqealarni aytib berdim. 2005-yilda biz bu marketing deb nomlanishini ham bilmasdik.
2013-2014 yillarda biza kompaniyalarga o'zi marketing kerak kompaniyaga, marketing nima kerakligini tushuntirishga harakat qilardik. Va marketing kompaniyada qanaqa funksiya bajarishini tushuntirishga harakat qilardik. Mana 10 yil oldin. Ya'ni tasavvur qiling, biza kompaniyaga kelib 10 yil oldin marketing kerak deb tushuntirayotgan bo'lsak, biza deganimda o'sha paytda marketing mutaxassisligi bor odamlar. Qayerdan marketologlar bo'lgan? Marketologlarning tigi yo'q edi o'zi. Keyin mana shu 2018-2017-yillarda kompaniyalar o'zi tushunishni boshladiki, biz hozir kichik va o'rta biznes haqida gapiryapmiz. Marketolog kerak ekan, marketing kerak ekan deydi. Ha, marketologni qayerdan oladi deydi. Endi marketolog yo'q. Keskin ravishda bozorda marketologlarga talab paydo bo'lishi boshladi. Lekin uncha marketolog yo'q bozorda. Endi talab paydo bo'lishi boshlagandan keyin tabiiyki taklif chiqishni boshlaydi. Qanaqa taklif chiqishni boshladi? 3 oy SMM agentstvada 3 oy SMMlikka o'qib chiqqan odam men marketologman deb chiqishni boshladi. Yoki umuman umrida marketing bilan shug'ullanmagan odam men marketologman deb aytishni boshladi-da, o'sha kichik o'rta bizneslarga kelib marketolog bo'lib ishlayman deb turib kelib faillarni amalga oshirib, haligi biznes egalarini ham marketingdan hovurni tushirishni boshladi. Ya'ni marketolog nima bu kelib narsa qilib bera olmayapti deyishni boshladi. Mana oddiy misol, men o'tgan hafta o'zimda stories qo'ydim. Marketolog kerak kompaniyaga oylik $3000 boshlab deb. Bir 30 dan 35 ta odam javob qilishda keling meni ko'rib chiqing deb. Lekin kommentariylarda endi men o'zim o'rtoqlarim ana nomi chiqqan marketologlar aytishdiki, bu narxga topa olmaysan deydi. Ya'ni $3000 edi o'zi oylik yerda kompaniya egasi, men o'zimni yaqin tanishim $5000 to'lashga ham tayyor. Ya'ni lekin o'sha kvalifikatsiyaga ega bo'lgan marketolog kerak. Katta biznes emas, o'rta biznes. O'rta biznesdan ham kichikroq biznes. Aytmoqchimanki, mana o'sha biznes egasi $5000 to'lashga tayyor. Kvalifikatsionni marketolog kerak, kvalifikatsiyaga ega bo'lgan. Yo'q. Topolmadik, haligacha topolmadik. Sababi o'sha suhbatga kelganda elementar savollarni berasiz, javob bera olmaydi. Elementar savollarni bersangiz ham javob bera olmaydi. Buni sababi nimada? Sababi o'sha bozorda marketologlarning yetishmovchiligi, bor marketologlar ish bilan ta'minlangan. Ya'ni o'sha kvalifikatsiyasi yetadigan marketologlar ish bilan ta'minlangan, kvalifikatsiyasi yetmaydigan yoki yoshlar yana bitta nima muammoni, men tendensiyani ko'rishni boshladim. O'sha 3 oylik, 4 oylik kursni o'qib chiqadi-da, men marketologman deb e'lon qilib, haligi praktikada o'rganishga harakat qilmaydi-da, srazu kompaniyaga marketing direktor bo'lishga harakat qiladi. U noto'g'ri bo'lmaydi unaqa. Nima deydi? Kecha pravaga o'qib chiqqandan bor Formula 1da mashina hayda olmaydi-ku, bolidda. Yoki unga opit kerak-ku, tajriba kerak-ku. Endi mana o'zimga ko'pincha kelishadi. Aka, marketolog bo'lmoqchiman. Xo'p, shogirdlikka oling. Imkon bo'lsa olaman. O'sha anaqa shtat bo'lsa boshqasi. Men o'zim aytaman, kimgadir boringlar-da, shogirdlikka o'qinglar. Qanaqa o'qinglar? Qayergadir borib, o'sha juniorlikdan boshlab ishlashni boshlanglar. Xo'p, kichkinaroq oylik bo'lsin. Tasavvur qilinglar, sizlar institutda o'qiyapsizlar, sizlarga stipendiya to'layapti. Shunaqa ko'rinishda bo'lib, hatto 2 yil, hatto 3 yil o'rganish kerak. Usiz bo'lmaydi. Yana bitta narsani men aytaman. Men O'zbekistondagi top marketologlarni deyarli hammasini taniyman. Deyarli hammasini o'zim taniyman. Hammasini fikri bir xil. Yaxshi marketolog bo'lish uchun hatto 3 yil, 4 yil живой praktika kerak. Ya'ni siz real holatda ishlashingiz kerak. Yarim yilda marketolog bo'la olmaysiz. O'sha narsani odamlar qabul qilgisi kelmayapti. Mana hozirgi chiqayotgan o'sha marketolog bo'lmoqchi bo'lgan odamlar 3-4 oyda o'sha menga aytayapman, mana $3000 desa menga yozibdi, men 3 oy men bu joyda ishlaganman, o'zim institutgacha bitirganman, to'g'ri kelamanmi? Yo'q, to'g'ri kelmaysiz, chunki men bu narsani bilmaysiz. Tushunasizmi? O'sha narsani bilishingiz uchun siz qayerdadir 3-4 yil o'rganishingiz kerak. Endi mana shu narsalarni bo'lmayotganligi uchun
bizneslarda marketologlarning yetishmovchiligi bo'lyapti. Endi yana bitta joyi bor. Bizneslarning o'ziga ham savol. Endi O'zbekistonda yo'q ekan, chet eldan olib kelsa bo'ladimi degan savol bor. Ha, bo'ladi. Bo'ladi. Lekin bitta narsaga tayyor turish kerak. Chet eldan kelgan marketolog O'zbekiston bozorining spesifikasini, o'zbek xaridorlarining spesifikasini o'rganish uchun kamida 1 yil vaqt ketadi. 1 yil undan hech nima talab qilmasdan, lekin uning talabidagi oylikni to'lashingiz kerak. Savol bizda 1 yil shunaqa oylik to'lashga va undan anaqani natijani talab qilmaslikka ega bo'lgan kichik o'rta biznes ko'pini bilasizmi? Men bittasini ham bilmayman. Men praktikada ko'rganman. 2-3 kompaniyada o'zim ko'rganman, shunaqa marketolog keladi, 2 oydan keyin haydab yuborishadi. Chet eldan olib kelishdi, katta pulga. Toshkentda kvartira olib berishdi, arendaga, u qilishdi, bu qilishdi, 2 oydan keyin haydab yuborishdi. 2 oyda u rezultatni hayotda ko'rsata olmaydi, hali bozorni bilmaydi, hali odamlarning povedeniyasini bilmaydi, u hech nimani o'rgana olmadi. U mahalliy marketolog kelib ham 2 oyda rezultat ko'rsatish qiyin masala. Lekin chet eldan marketolog kelib 2 oyda haydab yuborishadi. Bu bitta narsada marketologlar Harry Potter emas. Ularni волшебный palichkasi yo'q, bundoq qilib biznesinglarni 10 barobarga x 10 qilib beradigan yoki x 2 qilib beradigan. O'sha narsani ham tushunish kerak-da. Hop. O'rta va kichik biznes egasi nima qilsin hozir? Marketolog yo'q ekan, borlari esa menejerlikka o'qigan, chet eldan olib keladiganni tezroq 1 yil pul to'lab yurish kerak ekan. Nima qilsin ular? O'zi marketologga aylansin? Yo'q, birinchidan agar kichik biznes haqida gapiradigan bo'lsangiz, kichik emas, o'zi umuman boshqacha qilib aytaylik. Istalgan tadbirkor marketolog bo'lishi kerak. Bu qonun. Istalgan tadbirkor marketingi, u marketing deb nomlanmasa ham o'sha marketing qoidalarini bilishi shart. Mana hozir Jahongir akani ham misol qilib keltiryapman-ku. O'zi mana omadga erishgan istalgan tadbirkorni qaranglar, kim marketingni bilmaydi o'shalarning ichida. Qaysi tadbirkor omadga erishgan O'zbekistonda siz biladigan tadbirkor, ular ichida bitta bo'lsa ham marketingni bilmaydigan odam bormi? Marketingda mutaxassis bo'lmagan odam bormi? Ana top marketologlarning urovingda bilishadi marketingni. O'shaning uchun albatta har bitta tadbirkor marketingni to'g'ri ipidan ignasigacha bo'lmasa ham, lekin как minimum bazaviy narsalarini bilishi shart. Shunaqa. Endi ikkinchi masala bo'ladi, nima qilish kerak degan savolga javob. Juniorni olib qanaqangidir topovoy marketologga outsourcega yollash kerak. U topovoy marketolog o'zining ishi bor. Outsourcega, mentorlikka yollab, o'zidan o'sha ichki marketologga yetishtirish kerak. O'sha 3-4 oylik bo'ladigan bo'lsa, buni marketing direktorligini berib qo'yish kerak emas-da unga. O'sha mentorlik darajasida ishlash kerak. Bu bitta narsa. Ikkinchi narsa, ma'lum bir narsalarni o'zida ushlab qolib, ma'lum bir narsalarni outsourcega berish kerak. Keyingi savol mana shu bilan bog'liq edi. Xo'p. Qaysi marketing instrumentlarini deymizmi, yo'nalishlarini deylik. Aynan qaysi marketing yo'nalishlarini outsourcega bersa bo'ladi? Qaysisi faqat va faqat kompaniyada qolish kerak? Kommunikatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan hamma narsani outsourcega bersa bo'ladi. Kommunikatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan. Agar kompaniyangiz faoliyati kontent bilan ключевой bog'liq bo'lmasa, kontent yaratish ham to'liq outsourcega berib yuborsangiz bo'ladi. Исследованияni hammasini outsourcega bersangiz bo'ladi. Brandingni hammasini outsourcega bersangiz bo'ladi. Endi o'zida ushlab qolish kerak bo'lgan narsa analitika. Bu naqa R&D, produkt разработкасы, narx, естественно, sotuvni tashkillashtirish, trade marketingi, asosiyan trade marketingi исполнениесini outsourcega berib yuborsangiz bo'ladi, lekin разработкасini baribir o'zingizda saqlab qolishingiz kerak. Lekin bizda men sezishim bo'yicha tendensiya aynan ichkarida qilishga, in-house. Hamma ishlarni marketing xizmatlarini outsourcega berishdan ko'ra in-house qilishni ma'qul ko'rishadi. Nimaga? Birinchidan, xohlagan payti, xohlagan vazifasini berishi mumkin u komandaga. Ikkinchidan, arzonroq deyshadi. Arzonroq degan fikr bilan qo'shilmayman. Sababi in-house kerakli darajada qila olmasangiz, itokda baribir 3-4 barobar qimmat to'laysiz keyin. Keyin aytmaman, nimani in-house qilishyapti? SMM in-house mi aytaman, agar kontent bilan bog'liq bo'lmasa,
outsourcega bersangiz bo'ladi. Faoliyatingiz content bilan bog'liq bo'ladigan, content важный bo'ladigan bo'lsa, da in-house qilishingiz kerak. Chunki u yerda ko'proq anaqa ma'lumot. Yana nimani in-house qilish mumkin? Mana hozir ko'p quvvatda deyapsiz, nimani? Kreativni ham in-house qilishyapti hozir. Men eshitdim katta kompaniyalarda. Endi qarang, mana bitta joyi bor. Siz hozir kichik va o'rta biznes haqida so'rab turasiz, katta kompaniyaga o'tib ketyapsiz. Agar katta kompaniya haqida gapiradigan bo'lsak, katta kompaniya bo'ladigan bo'lsa va katta kompaniya o'ziga katta shtatni позволять qila oladigan bo'lsa, unda ha. Men bilgan O'zbekistondagi eng katta marketing shtati Korzinkada. Korzinka ham kreativ outsource qiladi. Misol uchun mana Korzinka kreativ outsource qiladi, in-house qilmaydi. Adashmasam SMM in-house qilishadi, contentni mana in-house qilishadi, chunki ularda content bilan bog'liq har kungi ma'lumotlar juda ham ko'p. Korzinkada kreativ ham outsource qilishadi. SMM in-house qilishadi, chunki content bilan bog'liq. Har kuni contentligi ko'p ularning. O'sha narxlar, aksiyalar deyarli har kuni. O'shaning uchun. Lekin men aytaman, Korzinka strategiya bilan bog'liq hamma narsani in-house qiladi, kommunikatsiya bilan bog'liq hamma narsani outsource qiladi. Brendlar mavzusiga qaytsak, bozor ochilgandan keyin, aynan o'sha 2016-yildan keyin ko'plab xorijiy brendlar O'zbekistonga kirib keldi. Bitta, balki ikkita filialni ochishdi va qo'pol qilib aytganda, kosasi oqarmadi deylik, ba'zilarini. Ba'zilari yaxshi rivojlandi, ba'zilarini kosasi oqarmadi. Subyektiv fikringiz bo'yicha nimalarni xato qilish to'g'ri? Birinchidan, bozor, O'zbekiston bozori ko'pchilik brendlar uchun anchadan beri, ayniqsa atrofimizdagi brend, ya'ni o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyadagi kompaniyalar uchun ko'p yillar davomida bir желаемый bozor bo'lgan. Chunki o'sha 30 milliondan ortiq aholi yashaydi, to'g'ri, sotib olish qobiliyati past bo'lsa ham, lekin baribir ko'p aholi bor. Endi o'sha bizda yopiq bozor bo'lgan, po'shinalar juda ham katta bo'lgan, ko'pchilik kira olmagan. Endi hamma narsa ochilgandan keyin ko'p brendlar kirishga harakat qildi. Lekin mahalliy spesifikani hisobini olishmadi. Misol uchun mana Qirg'izistonda va Qozog'istonda juda ham ommabop bo'lgan, juda ham populyarni bo'lgan Kulikovskiy brendi. Kulikov. Qandolat brendi. Kirib keldi. Bittada katta investitsiya bilan kirishdi. Juda ham ko'p tochkalar ochishdi, keyin chiqib ketishdi. Mahalliy spesifikani hisobga olishmadi. Misol uchun, aytaylik, Safiya bilan konkurensiya qila olishmadi. Endi meni fikrimcha, o'ta ko'p faktorlar bor. Asosiy faktorlardan bittasi bizda, endi men o'zim ko'rganim, men bu to'g'ri yoki noto'g'ri deb aytolmayman. Misol uchun bizda qandolat mahsulotlarining aksariyatini, massivisini to'g'riga olishadi, haligi to'y hashamga olishadi. Kulikovskiyning upakovkasini qaranglar, bittasi ham to'g'ri kelmasdi. Mana одноразовый stakanchiklarda sotiladi, uni tog'oraga yoki patnisga solib, haligi anaqaga olib bora olmaysiz. Bitta faktor, mana oddiy faktor, hisobga olinmagan o'sha spesifika. Ikkita supermarket kirib keldi, chiqib o'sha Carrefour kirib keldi va Magnum, Carrefour chiqib ketdi, Magnum ham chiqib ketish arafasida chiqib ketdi. Birinchidan, agar endi supermarketni boshqarish o'zi oson ish emas. Supermarketni boshqarganingizda ma'lum bir etapgacha siz ubitkaga tayyor bo'lishingiz kerak. Bittada tortib ketmaydi. Misol uchun Carrefour misolida o'zimga yoqmagan misol aytaman. O'zbekistonga kirib kelayotganingizdan keyin sizda cho'tki pozitsionirovание, istalgan bozorga kirganingizda sizda aniq pozitsionirovание bo'lishi kerak. Pozitsionirovanyeni o'zi nima? Mana pozitsionirovание bo'yicha ko'pinchada pozitsionirovание deb eshitamiz. O'zi pozitsionirovание nima savolga javob beradi deganda, juda ham oddiy. Pozitsionirovание tushuntirishi juda ham oddiy yo'li. Nima sababdan xaridor meni mahsulotimni sotib olish kerak degan savolga emas. Nima sababdan xaridor meni mahsulotimni mening raqobatchimning mahsulotini o'rniga sotib olish kerak degan savolga javob topishimiz kerak. Agar mana shu savolga aniq lo'nda javobni topib, mana shu javobni xaridor miyasiga kirgiza olsak, o'shanda biz o'zimizning ma'lum bir pozitsionirovanyemizga ega bo'lamiz. Endi savol sizga, Carrefour yoki Magnum kirdi. Bizda bozorda bitta katta o'yinchi bor. Korzinka degan, haligi o'zini o'rnini zo'r egallab olgan o'yinchi bor. Ma'lum bir pozitsionirovание, magazin udoma degan formatga ega bo'lgan Havas bor o'sha paytda. Uncha yaxshi holatda bo'lmagan Makro bor edi. Lekin ma'lum bir o'zini ham uni ham o'rniga ega odamlar taniydi, как minimum. Endi Carrefour kirdi.
Carrefour nima bilan nima bozorga bera olardiki, o'sha paytda korzinkani mijozi yokida ularni sohasida bozor, asosiy anaqa supermarketlar bozorda haligacha shunaqa, supermarketlar bir-biri bilan raqobatlashmaydi, bozordan mahsulotlar bilan raqobatlashadi. Traditsion bozor hali ham bizda katta o'ringa ega, supermarketlar o'tdan o'ziga yangi mijoz jalb qilishadi. Savol, Carrefour nima bera oladiki, yo bozorda sotayotgan odam Carrefourdan kirib sotib olsin, yoki korzinkada sotayotgan odam Carrefourdan borib sotib olsin. Beradigan narsasi bormidi? Yo'q. Maqtumda ham yo'q edi. O'shaning uchun kasodga uchradi, tushunasizmi? Ya'ni meni fikrimcha nima berishi mumkin edi Carrefour. Mana Carrefourda boshida bor edi, keyin yo'qolib qoldi. Men boshida o'shaning orqasidan o'zim mana shaxsan Carrefourga bordim. Carrefour butun dunyoga STM bilan mashhur. Carrefour o'zini eksklyuziv zo'r STMlari bor. STM ya'ni o'sha o'zini brendi ostida chiqariladigan собственный торговая marka. Zo'r mahsulotlari bor. Sifati baland, mazasi zo'r. Misol uchun o'sha Dubaydagi Carrefour yoki Yevropadagi Carrefourlarga kiradigan bo'lsangiz, hammasi ichida o'sha mahsulotlar bor. Men o'sha mahsulotlarni qidirib kirdim. Boshida bor edi, birinchi ochilganda bor edi. O'sha bitta parcha olib kirishdi, boshqa olib kirmay qo'yishdi. To'g'ri, narx pozitsionirlaniyasi bor, boshqa. Keyin Carrefour misol uchun to'g'ri, dunyoda u premiumli anaqa hisoblanmaydi-ku, balki premium segmentda egallashi mumkin edi. Kichkina bo'lsa ham u sohaga ham kirgani yo'q. Mana o'sha mahsulotlarni ham olib kirgani yo'q deyman. Misol uchun, men nimaga Carrefourga men o'rgangan korzinkani tashlab nimaga Carrefourga borishim kerak? Yo'q-da, u sabab. O'sha pozitsioner, ya'ni endi bilmayman, balkim bu o'sayotgan bozor nima olib kirsang ham sotsa bo'laman. 90-yillarda O'zbekiston shunaqa bo'lgan. Endi mahsulot kerak edi. Talab bor, pul bor, mahsulot yo'q edi. Hozir unaqa emas-da. Hozir bozorda mahsulot bor-da, endi uni o'rnini egallashingiz kerak. O'sha raqobat bo'yicha cho'tki pozisioneraniya bilan kirishingiz kerak. O'sha pozisioneraniya bilan kirayotganlar anaqa qilyapti. Nimadirga erishyapti. Unaqa pozisioneraniyani aniq bilmasdan turib yoki bozorni o'rganmasdan turib kirib, bo'ldi, ochsam odamlar kelib sotib oladimi? Yo'q, odamlar sotib olmaydi. Pizzeriyalar ham bor edi, adashmasam. Hali chiqib ketishmadi. Men bilmayman. Men to'g'risini aytsam, okey, pizzeriya bo'yicha hamda pizzeriya bo'yicha ham yana o'sha savol. Nimaga men borib bilmayman, Papa John'sdan pizza sotib olishim kerak? Qani o'rniga? Bellissimani o'rniga. Endi to'g'risini aytaman, men fast food bozorini unaqa zo'r bilmaganligim uchun bir narsa deyishim qiyin, lekin fast foodda yana bitta narsa muhimki, fast foodda odatda kuchli xalqaro brendlar bozorida omadga erishadi hamma yoqda. Mana KFC ham topga chiqdi-ku. Yo bir yo ikki hozir. O'sha Evans bilan hattoki. Evasdan yuqoriroq. Aylanmasi bo'yicha. O'tdimi? O'tmadi-yo, adashmasam. Aylanmasi bo'yicha men oxirgi marta ko'rganim, adashmasam, Evasdan yuqoriroq. Har bitta filialning daromadiga, nabarot. Aylanmasi bo'yicha Evas yuqoriroq, bitta filialga tushadigan daromad bo'yicha KFC birinchi o'rinda. Shunaqa. O'sha aylanmasi bo'yicha hali o'ta olgan. Yo, baribir. Raz o'sha o'ringa chiqdimi, уже topda. При этом, lekin yana bitta narsa bor, KFC cheklangan anaqa bilan, faqat tovuq bilan. Shu holatda ham demoqchiman-da, lekin fast foodda mana aytaman, o'sha pizza fast foodda sababi o'sha yana bitta narsani tushunish kerak, mana ham bozorni o'rganib kirgan KFC, ham o'sha lokatsiyalarni tanlashda o'sha xatolarni qilmasdan qilganda, o'shaning uchun. Agentligingiz faoliyati haqida gaplashishdan oldin fakaplar haqida gaplashsak. Bitta savolim bor. Spotga bergan intervyuzda aytgansizki, bitta hamkorim meni uxlatib ketgan. Ancha summaga birga biznes ochgansizlar. Shu haqida ozgina aytib bersangiz. Aynan o'sha voqeami yoki umumiy uxlatib ketish? Aynan o'sha voqea. Endi u ancha bo'ldi voqea. O'sha spotda intervyuimda batafsil hamma narsa bor. Endi u odam bitta men emas, o'sha paytda poligrafiya bilan bog'liq biznes bo'lgan. Endi nechinchi yil? 2000 bu voqea 2013 da bo'lib o'tgan. 2013-yil poligrafiya bo'yicha biznesingiz bor. Marketing bo'limlarida ishlab, marketing direktori bo'lib keldingiz. Yo'q, 2010 da kelganman. Aha.
Men Akfadan keyin GCD kod ishlaganman. Reklama servisida GCD kod ishlaganman. Keyin u odam meni chaqirgan. Mana shunaqa biznes ochyapmiz, kelib birga qilamiz deb. Birga qilganmiz. Keyin u paytda u biznes o'sha uskurulonni samaklayishchi upakovka chiqaradigan biznes edi. Labelx degan kompaniya bo'lgan. Bozorda birinchi bo'lganmiz, nomer 1 bo'lganmiz. Bozor ko'tarilib, zo'r o'rinni egallaganmiz. Keyin biz uni kengaytirish maqsadida qog'oz olib kirish biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganmiz. Ya'ni o'sha uskurulonni samaklayishchi etiketkani chiqarish, pechat qilish biznesi edi. Endi o'shanga kerak bo'lgan siryo qog'oz olib kirish bo'yicha ham ishlash niyatida bo'lganmiz. Bizda funksional bo'lingan bo'lgan. Ya'ni u odam operatsiyonka bilan shug'ullangan, men tashqi faoliyat bilan shug'ullanganman. Import, eksport, VAT shunga o'xshagan. Ya'ni o'sha внешний экономический деятельность deydi, o'sha siryolarni olib kelish, boshqa qilish. O'sha qog'oz biznesiga pul tikish maqsadida men aytgan, men pul yetishmayapti, pul kerak degan. Men o'zimda bor pulni, keyin boshqa o'rtoqlarimdan qarz olib kelganman. Biznes ishlab turgan bo'lgan, asosiy biznes. Keyin odam u biznesning nomini o'rtaga qo'yib, ko'chadan pul yig'ib chiqqan. Men senga biznesning bir qismini beraman deb gapdi. Qo'yaman deb. Odamlar qog'ozlar bilan kelishgan, keyin anaqa yozib bergan, ruchka qo'lda yozilgan. Biz u odam bilan juda ham yaqin edik. Juda ham yaqin o'rtoq edik, aka-uka edik. Men odamga nisbatan hurmatim juda ham cheksiz edi o'sha paytda. To'liq ishonardim, boshqa qilardim. Keyin bitta ajoyib kun, bir kuni men o'zim Moskvada edim, telefon bo'lyapti Toshkentdan olib keling qani degan. Tushunmadim desam. Xullas, shunaqa bo'lib qolgan. Hamma skladdagi ostatik siryo, klientlardan ma'lum bir summa naqd pulda predoplata, o'sha mendan olingan pullar, meni o'rtoqlarimdan olingan pullar, meni nomimga yetib olingan pullar hammasini yig'ishtirib, keyin shotlarni tozalab, chet eldagi shotlarni hammasini tozalab, prosta odam chiqib ketgan bo'ldi. Bir kunda yo'q. Yo'q, O'zbekistonda. Shu keyin yo'q bo'lib qolgan bo'ldi. U bilan umuman ko'rishmadingiz? Yo'q, keyin ko'rishganmiz. Keyin. Keyin men O'zbekistonga qaytib kelganman. Shuni batafsilroq bilishmanda. Endi men O'zbekistonga qaytib kelganman. Ahvol chatoq. Men o'sha paytda o'ylanganimga 1 yil bo'lgan. O'g'lim tug'ilgan va endi bitta kvartirani ipotekaga olganman. Ya'ni qo'limda ipoteka bor. Firma meni nomimda, kompaniya meni nomimda. Biz yana kredit olgan bo'lganmiz u paytda. Endi qarang, kompaniya meni nomimda. 2013-yil. Haligi biznes o'zi qanaqa titratishadigan holatni bilib turibsiz o'sha paytda, ya'ni avjiga chiqqan payt. Valyutni kreditimiz bor. Uni puli yo'q, tegi yo'q, bo'ldi, kuyib ketdi. Importni 2-3 ta kontraktimiz bor, u bo'yicha pul chiqib ketgan chet elga, mahsulot kelmagan. O'tda 6 oy davomida valyutni kontrol bor. Pul chiqib ketgandan keyin 6 oy ichida pulni joyiga qo'yib qo'yishingiz kerak. Shtrafini to'lab yana. Yo o'sha mahsulotni olib kelishingiz kerak. U narsa yo'q. Siryo yo'q. Skladda. Qarz bor, haligi поставщикlardan boshqada. U yana nima bo'lgan, yomon narsa bo'lgan, u klientlardan pul olayotganda bitta menejer po продажам bilan til biriktirganda, o'sha menejer po продажам pul yig'ib bergan bunga-da. Unga menejerga aytganki, men senga degan bundan prosent beraman deganda. Keyin u menejer mendan prosentini so'rab kelgan. Pul bergan. Bilib turgandi vaqtga. Shunaqa holatga kelib qolganmiz. Keyin haligi o'sha aytdim-ku, qog'oz biznesi qilganmiz edi. U yerda Rossiyada ishlaydigan Kavkaz millatidagi partnyorlar bo'lgan. Ular qog'oz jo'natib yuborgan. O'sha yerga menga biz ularga pul to'layapmiz degan, ulardan qog'ozni рассрочкаga olgan bo'lgan. То есть bu yerda pul, u qog'oz kelib qog'oz ham sotib yuborilgan bo'lgan. Qog'oz ham yo'q degan. Ular kelgan ofisga. Toshkentga. Endi ularning nomida Kavkaz millatiga mansub odamlar kelgan deylik. Keyin oradan 3 oy o'tgandan keyin
soliq inspeksiyasidan 2 oy o'tgan, soliq inspeksiyasi ketgandan keyin 2 oy o'tgandan keyin prokuraturadan tekshiruv kelgan. Juda ham ajoyib vaqtlar bo'lgan. Xullas, nima deydi anu? Bor yoki yo'l san'atimizni ishga solib, o'sha paytda boshqa bitta o'rtog'imni yordamga chaqirganman. U yordam bergan. Birga shu holatdan maksimalni chiqishga harakat qilganmiz. Kompaniya ishlab rasmiy qarzlarni yopish bo'lgan maqsad, bank oldidagi qarzlarni, chunki agar bank oldidagi qarzni yopmasak, haligi pul valyuta chiqib ketganligi, u joyida yo'qligi chiqib kelardi. O'sha narsa chiqmasligi uchun qarzni yopib 2015-yil yozda omadimizga kelib bitta kompaniya bizani sotib olgan. O'sha biznesni. U biznesni spotda ham aytganman o'sha narsani, o'tirib rosa yig'laganman deb. Shunaqa bo'lganki, u bitta narsa, u faqat Allohdan boshqa narsa yo'q bu yerda. U biznesni sotib olgan odamlar bizani muammolarimizni ham bilmagan, meni ko'chadan necha pul qarzim borligini ham bilmagan. U odamlar bizga taklif qilgan summadan menga tegadigan pul shunaqa bo'lganki, rovno 0 meni ko'chadagi qarzimni yopishga bo'lgan. 0 bo'lgan. Men savdolashmasdan rozi bo'lganman. Bo'ldi, tema yopib bo'ldi deganman o'sha paytda. O'shanda ular kompaniyani olib o'ziga hamma qarzlar qolib ketgan, o'sha paytgacha qolgan endi. Va katta summa o'sha qarzlarni yopishni o'zligi bo'yniga olishgan. Shu bilan yopilib ketgan tema. 2015-yil yozda bu mavzu yopilgan. Men 2014-yilda tadbirkorlik bilan shug'ullanib turib, umuman pulim qolmaganligi uchun qaytib Naimga qaytganman. O'sha Imkon Plusga marketing direktori bo'lib borganman. Ya'ni qanaqa bo'lardi? Ertalabdan kechgacha Imkon Plusda marketolog bo'lib operatsiyonkani qilardim. Kechqurun 7-8 dan keyin ofisga kelib, boshqa ofisga borib, o'tda bo'tgan voqealar bilan bilib, o'tda endi o'zi operatsion direktori bor edi. U bilan shug'ullanardim. Shunaqa yarim yil shunaqa yashaganman. Keyin oradan 3-4 yil o'tdi. Hozir Imkon Plusdan ketdim. Demak, bu yo 17 yo 18-yil telefon bo'ldi. Assalomu alaykum. Yo'q, telefon bo'lmadi. Birinchi menga tanishlik eshitdingmi, ana odam kelibdi O'zbekistonga deydi. U odam Rossiyaga ketib qolgan bo'lgan. Uni ustidan u ko'pchilik odamdan qarz bo'lgan, uni kimlardir yozgan o'sha anaqa organlarga xat yozishgan, anaqa ariza yozishgan, jinoiy ish ochilgan. O'sha jinoiy ish bo'yicha uni Rossiyadan ushlab olib kelishgan O'zbekistonga. O'sha sudi bo'lyapti deyishdi. Keyin menga qiziqmasdi, men odam bilan boshqa munosabat o'rnatish niyatim yo'q dedim. Bo'ldi, shu bilan o'tdi. U sudi bo'ldi, qanchadir bu yerda qamalib o'tirib chiqdi. Keyin chiqdi. Keyin menga o'sha bir marta telefon qildi, uchrashib gaplashib olaylik dedi. Xo'p dedim, uchrashdik. O'sha kompaniya sotilibdi. Tipo, men do'lam bormi dedi. Do'lam? Keyin men kuldimda aytdimki, "Aka" dedim, "men qo'limda siz bilan meni o'rtamdagi bo'lgan munosabatlar bo'yicha hamma hisob-kitoblar bor. Bu bo'lgan ish bo'yicha ham bir nechta xolis guvohlar bor, ana nima ish pul bo'lganligi. Keyin o'tiramiz dedi, hammasini hisob-kitob qilamiz dedi. Kim kimga qarz bo'lsa deganman, o'sha bo'yicha yopishamiz dedi. Bo'pti, tema yopiq dedi. Keyin shu bilan boshqa ko'rishma. Bir marta yana ko'chada случайно ko'rishib qoldik. Bo'ldi shu. U odam nima bo'lgan? Yana razgovorda birinchisi bo'lganki, men degan menga bo'lgan hamma munosabatlar bo'yicha hamma jinoiy javobgarligimni tortib bo'ldim. Agar kimdir menga eski narsa bo'yicha nimadir предъявлять qilsa, men yozaman degan. Birinchi razgovor ugroza shundan boshlangan. Kulganman, men aytganman. O'sha предъявлять qilishadimi? Bo'ldi degan. Tema yopib deganman. Dahshat. Qancha summa haqida gap ketyapti? Qancha summaga umumiy tushirgan? Valyutni kredit? Agar kompaniyaning общий hammasi bo'lsa, где-то 2 milliondan oshiq summa bo'ladi yerda. Umumiy hammasi. U men endi eshitgan hamma anaqalarim bo'ladigan bo'lsa, ko'chadagi odamlar boshqa qiladigan hisobida yeta olmaganmiz. Juda ham ko'p odam menga bu odam qarz mendan pul oldi deb kelishgan. 5 million, 6 million haqida bo'lgan u paytda. Bizning kompaniyaniki o'sha общий где-то 2 milliondan oshiq summa haqida bo'lgan. 2 million dollar va bu siz bo'yingizda bo'lgan. Yo'q. Mani jismoniy shaxs sifatida mani bo'ynimda bo'lgani 113 ming dollar bo'lgan. Bu ko'chada men uni yopgan qarzim.
endi kompaniyani nomida bo'lgan qarz o'sha общий 2 milliondan oshiq bo'lgan. Ha, u meni bo'ydimda bo'lganmi, men kompaniyani ofitsialniy учредитель dokument meni nomimda bo'lgan, shunaqa. Ha. U meni nomimda bo'lgan. Endi как aytaman, kompaniyani nomida bo'lgan, men kompaniya учредитель. Aytmoqchimanki, u paytda bunaqa edi. Qonun bo'yicha kompaniyaning operatsion anaqasiga direktor javob beradi. Prokuratura tekshirganda meni prokuratura direktor chaqirmagan hamda. Prokuratura sразу meni chaqirgan. Hujjatlarni ko'targan, birinchi men esimda, prokuratura birinchi kuni ham meni chaqirgan. Direktor men kerak emas, men yoqqa keladigan bo'ldi. Prokuratura u payt boshqacharoq ishlagan. Endi to'g'risini aytsam, men qanaqa ishlagan, boshqacharoq ishlagan emas, umuman boshqacha ishlagan. Men to'g'risi eslagim ham kelmaydi u narsani. Yaxshi bo'lmagan holatlar bo'lgan shunaqa. Siz ishongan, yaqin deb hisoblagan odamingiz shunaqa qilib ketgan. Nima xulosa bundan chiqarsa bo'ladi? Hali ham emotsiyalar bor-da, men hozir sezyapman shuni. Xulosalaringiz ham bor. Endi mana bunaqa narsa. Sherikchilik agar biznesi bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani na берегу qog'ozda оформить qilish kerak, bu birinchisi. Ikkinchisi, доверяй, но проверяй, doimiy ravishda bir-birini tekshirish mumkin bo'lgan mexanizmlar bo'lishi kerak. U siz bo'ldi, menga bor отчет olib kel deb desangiz, misol uchun unga kimdir operatsionni direktor bo'lsa, menga отчет ber desangiz, u unga og'riqli botishi mumkin. O'shaning uchun shunaqa mexanizmlar qilib qo'yish kerakki, unga aytmasdan ham siz o'zingiz ma'lum bir ma'lumotlarni ko'rib oladigan bo'lishingiz kerak. Siz va siz ustizdan, siz sherigingiz ustidan. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, endi yana bitta narsa, to'g'ri, hech kim hech qachon sizni hayotingizga qattiq ta'sir qilishi mumkin bo'lgan darajadagi narsalarga ishonish kerak emas-da. To'g'ri, mana bunaqa narsada siz agar katta biznesmen bo'lsangiz, sizni umumiy daromadingiz bilan 1% ni boshqaradigan biznesmen bo'lsa, unga ishonib qo'ysangiz bo'ladi. Aldab ketsa ham uni katta zarar ko'rmaysiz-da unaqa. Agar ключевой narsa bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. Endi men aytaman, men u paytda 20 necha yosh bo'lgan, 27-28 yosh bo'lganman-da. 2013-yil. Shunaqa bo'lganda. O'shanga bilmayman, bir tomondan shunaqa deyman, ikkinchi tarafdan 27-28 yoshli hozirgi ma'lum bir startaperlar dollar va milliarder millioner bo'lyapti-ku. Endi menda shunaqa bo'lgan, tajribasizlik bo'lgan deydi. U paytda vaziyat boshqacharoq bo'lgan, u paytda umuman bozor boshqacharoq bo'lgan, O'zbekiston boshqacharoq bo'lgan, yangi O'zbekiston bo'lmagan deylik. Juda qiziq. Nimaga aynan bu savolni so'radim xulosalaringizni? Chunki siz hozirgi biznesingizda ham sheriklaringiz bor, hamkorlaringiz bor deylik. Bor. Endi qarang, hozirgi biznesda bizda hozir sal bunaqa narsa. O'rtoqlar bilan biznes qilib bo'lmaydi deyshadi-ku. Uni ikki xil tushunchasi bor-da. O'rtoq bilan biznes, o'rtoq bo'lib turib keyin biznes qilsangiz, sal opasnroq-da. Lekin biznes qilib o'rtoq bo'lish umuman boshqacha holatda. Men hozir biznesdagi sherigim bilan eng yaqin o'rtog'im. Biz juda ham yaqinmiz. U mendan biroz kichkinaroq bo'lsa ham, yosh nuqtai nazardan men juda ham ko'p narsani undan o'rganganman. Juda ham hurmat qilaman, juda ham yaxshi ko'raman. Bir-birimizga munosabatimiz juda ham yaxshi, juda ham samimiy. O'zimizga yarasha hazil-huzullarimiz bor, o'zimizga yarasha juda ham dahshat darajada urushishlarimiz bor. Endi ish bilan bog'liq bo'lgan narsa. Juda ham ko'p narsani o'rganganman bu odamdan. Endi u ham mendan 1-oktyabr kuni, mana o'qituvchilik kuni bir-birimizni telefon qilib tabrikladik-da, ustozni bir-birimizga. Biznesda hozir munosabatimiz juda ham oddiy. Ma'lum bir yo'nalishlarni men boshqaraman, ma'lum bir yo'nalishlarni u boshqaradi. Men boshqargan narsaga u aralashmaydi, dividend oladi, u boshqargan narsaga men aralashmayman, dividend olaman. Chotki kelishib olganmiz, chotki bo'lishib olganmiz. Chunki orada bitta yo'nalishimiz bor edi, ikkalamiz boshqarib o'tdik, bir-birimizni o'ldirib qo'yishga tayyor edik. Shu darajada urush bu oxiri kelmay qaradi dedik, mana bu narsani olaylik, mana bu narsani men boshqaraman, mana bu narsani sen boshqarasan, bo'ldi, bor ishingni qil, bor ishingni qil. Ma'lum bir strategik narsalarda bir-birimizga yordam beramiz, ma'lum bir operatsion narsalarda ham yordam beramiz. Birga o'tiramiz, bitta ofisda o'tiramiz, yonma-yon xonada o'tiramiz, birga obedlanamiz, ko'p ujin qilamiz imkon boricha.
doimiy aloqada biz, lekin umumiy podxod shunaqa. Anaqa open source, ya'ni uni to'liq dostupi bor. Misol uchun bizning buxgalteriyaga men to'liq dostupi bor, u boshqaradigan buxgalteriyaga. Hamma narsa ochiq, oldindan kelishib olgansiz. Shunaqa. Qanaqa yo'nalishlarda xizmat ko'rsatadi agentligingiz? Shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Biz marketing kommunikatsiyalari bilan shug'ullanamiz. Endi bundaqa qilsak bo'ladi, yo'nalishni ikkiga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi strategiya, ikkinchisi kommunikatsiyalar. Strategiya bo'yicha yiliga maksimum 2 yoki 3 kompaniya bilan ishlaymiz. Bu ko'proq bu to'g'risini aytaman, planka juda ham baland qilib qo'yganmiz, narxi juda ham qimmat biz bilan strategiya bo'yicha ishlashi. Bu o'sha shtuchniy produkt и mijozni qattiq tanlaymiz o'zimiz ham. Kimdir chiqsa, ko'pincha 90% holatda yo'q deymiz. Chunki biz o'zimiz unga stalkivаться qildim, juda ham qiyin ish. Yana bitta narsa, mijoz bilan agar to'liq fikrlashingiz, dunyoqarashingiz bir xil bo'lmasa, strategiya nuqtai nazaridan ishlash juda qiyin. Chunki endi men aytmayman biz zo'r strategiya qilamiz deb. Yo'q, strategiya shunaqa narsaki, har bitta odam o'zini videniyasi bor-da. O'shaning uchun agar sizniki bir xil bo'lmasa, mijoz bilan siz bu yoqqa tortasiz, u yoqqa tortadi, yaxshilikka olib kelmaydi. Shu holatga biz keldik. Menimcha to'g'ri bu ham. Endi kommunikatsiyalar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, 360, ya'ni butun to'laqonli marketing kommunikatsiyalari, reklamani biz to'liq yopamiz. Ya'ni offline hamma kanallari, o'sha Milliy media kengashi a'zosi hisoblanamiz. Televideniya bo'yicha hamma reklamalarni qilib bera olamiz. Boshqa hamma offline kanallar, o'sha tashqi reklama, indoor reklama, juda ham kuchli indoor reklama yo'nalishimiz bor. O'sha Korzinka makro supermarketlaridagi TVLine proyekti, Toshkent xalqaro aeroportini yagona reklama operatori hisoblanamiz biz. То есть indoor bo'yicha biz juda ham katta, juda ham kuchli yo'nalishimiz va juda ham samarali yo'nalish bu. Hozirgi kunda eng zo'r rivojlangan va juda ham kuchli yo'nalishimiz bu digital. Biz digitalda to'laqonli hamma yo'nalish bo'yicha, hamma platformalar, o'sha Google, Meta, Yandex, Telegram hamma platformada ishlaymiz. Endi digitalda ham ikkita yo'nalish bor. Axvatli kompaniyalar bor, performance bor. Axvatli kompaniya, masalan, FMCG kompaniyalar uchun, o'zi primoy prodaja qilmaydigan kompaniyalar uchun axvatli kompaniyalar o'tkazamiz. Lekin performanceimiz bizani zo'r komanda yig'ilgan. Biz mana banklar bilan, uy qurilishlari bilan, avtomobillar bilan, avtomobil sotishlarni primoy prodaja qiladiganingiz bilan performansda ishlaymiz. Performans degani ya'ni задействие, o'sha lead generatsiya, prodaja bo'yicha ishlaymiz. Mana hozir misol keltirishim mumkin. Banklar bilan biz shu darajaga yetdikki, KPI asosida ishlaymiz. Ya'ni bizning KPI bank foydasi. Misol uchun mana mikrokredit bo'yicha ishlaymiz. Bank qanchadir mikrokredit, hozir aytaylik ham 10 ta mikrokredit beryapti. Ertaga 20 ta mikrokredit berish kerak. Biz byudjetda ham ma'lum bir narxda. Yoki bugun 100 so'm tranzaksiya qilyapti, ertaga 200 so'm P2P tranzaksiya qilish kerak, ma'lum bir narxda. O'sha narxga biz kelishamiz-da, o'sha ishni ochiq kabinetlarda bajaramiz. Biz qila oldikmi? Qila oldik, demak biz foyda olamiz. Qila olmadikmi? Biz zararda biz. То есть ma'lum bir anaqani qilsak, biz zararda biz. Yoki uylar, mana misol uchun uylar bilan ishlaymiz. Aytaylik, biron bir developer kompaniyasi hozir ochilyapti. Uy sotish kerak. 20 ta, 30 ta kimdir sotadi, 40 ta sotadi oyiga. O'sha lead narxi bor. O'sha lead narxiga kelish, lead narxida ma'lum bir prodaja qilishimiz kerak. O'sha полностью o'sha kelishuv bo'yicha ishlaymiz. Bugungi kungacha mana aniq ayta olaman, digitalda bank sohasida ham anaqa developer qurilish sohasida ham bu ikkita eng katta anaqa biza katta atrif bilan oldinda biza. Haligi agar mijozlarimizni ko'rib chiqsak ham, mijozlarning soni bo'yicha ham, оборот bo'yicha ham biz katta atrifda oldindamiz boshqa agentliklarga nisbatan. O'sha o'zi saytimizga kirsangiz, saytimizda ham ijtimoiy tarmoqda ham o'zi mijozlarimizning ro'yxati bor-da, действующий mijozlarimizning ro'yxatida. Misol uchun agar ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, qolganlar bilan boshqa agentliklar kim bilan ishlaydi deysiz-da. Chunki yo'q o'zi boshqa anaqa. Hamma katta mijozlar bizda. Nechta mijoz bilan ishlayapsiz hozir?
Endi hamma sohada har xil. Umumiy demoqchiman. Ya'ni Endi qarang, indordagi faqat reklama sotishimiz bo'ladigan bo'lsa, 100 tadan oshiq bo'ladi. Savakupni agar reklama. Strategiya bo'yicha o'sha aytdim, 2 ta yoki 3 ta. Hozir adashmas, hozir 2 ta bo'lsa kerak. Bitta NDA bor, aytolmayman, nomlarini aytolmayman, 2 ta hozir. Kommunikatsiyalar bo'yicha o'rtacha bir oyda bir 30 ta, 35 ta. Именно o'sha performance bo'yicha ishlaydiganlarimiz 30-35 ta. Bitta podkastda ko'rib qoldim. Siz aytdingizki, O'zbekistondagi eng yirik media kommunikatsiyalar agentligimiz. U nafaqat podkastda, u hamma yoqda ochiq oydin aytamiz. 3 yildan beri biz eng yirigi biz, ham mijozlarning soni bo'yicha ham, bir yillik оборот bo'yicha ham biz eng kattasi biz. Ochiq qila olasizmi? Summani ochiqlay olmayman, lekin Qanchadan ko'p, qanchadan kam tushmasa, taxminan odamlarda tasavvur bo'lishi uchun. Endi siz uchun ko'p kam summa qarang. Mijozlar sonini aytdim mana. Qaysi agensiya menga ayta oladi 100 tadan oshiq mijoz bilan bir vaqt o'zida ishlayman deb. O'zbekistonda bormi? Yo'q. SMM haqida gap ketmayapti. SMMda ham bo'lmasa kerak-ku, to'laqonli reklama kompaniyalari haqida aytyapti. Mana 1 yil davomida 100 tadan oshiq mijoz bilan ishlaymiz. Yo'q unaqa O'zbekistonda kompaniya bo'yicha. Endi byudjetlar bo'yicha ham mana qarang, O'zbekiston reklama bozorini bugungi kun 2025-yildagi taxminiy 1 yillik byudjeti, O'zbekiston reklama bozorining obyomi, endi har xil istochniklar har xil summa beramiz. Misol uchun IMS 100 million atrofida deydi. Mana televideniyani selleri bor, international service. Ularni danisi bo'yicha taxminan 100 million dollar. Lekin ular bir nechta faktorlarni hisobga olishmayapti. Ya'ni blogerlarni, Telegram ads va ho'kazoni. Biz digitalda ular pasaytirib aytishadi. Bizda mana soliq qo'mitasini Meta, Google'larning oboroti bo'yicha ma'lumoti bor. U ham qanaqa ma'lumot? Faqatgina kartalar orqali, ya'ni NDS to'lanadigan ma'lumot, kartalar orqali NDS to'lanmaydigan ma'lumot ham bor oborotda. Bizani hisobimiz bo'yicha taxminan 200 million dollar. O'zbekiston reklama bozori 2025-yilda. Bu bizani taxmin. Aslida juda ham kichkina summa. Juda ham kichkina summa. Bitta developerskiy proyekt bundan katta. Aytmoqchimanki, O'zbekiston reklama bozori juda ham kichkina bozor. O'zbekiston miqyosida ham juda ham kichkina bozorda. Misol uchun, Nestlani undan kattaroqda. Tushunasiz? Ani aytmoqchimanki, bozor juda ham kichkina o'zi aslida. Shu taxminan bu bozor, endi bu bozor ichida nima o'tiradi? Bu bozor ichida bu hamma agentliklardan tashqari hamma blogerlar, o'sha blogerlarni oladi, ular o'zi primo oladi-ku, misol uchun Telegram kanallar va hokazo. O'shalarni hammasini qo'shganda taxminan shunaqa bozor. Ani flyer tarqatadiganlar va hokazo haligi maydalarni qo'shganingizda bizani hisobimiz, otsenkamiz bo'yicha taxminan 200 ming dollar 2025-yilda O'zbekiston bozori. Qarang, men bunaqa deyishim mumkin. Men O'zbekiston bozorini agentliklar boshqaradigan byudjetlar bozorida 20% dan katta bizdan to'laymiz. O'zlari hisoblab olishadi agar hisoblaymiz. Hisoblash olmaydi-ku, chunki men hisoblasam shunaqa deb ayta olmayman. 20% dan katta bizdan to'laymiz. Bu katta ko'rsatkich. Endi keyingi savol. Men o'zimni kuzatib. Men yana boshqa narsani aytaman-da. Mana Duh haqida gap ketyapti-ku. Biz 2019-yilda endi boshlagan paytimizda O'zbekiston televizioniyasidagi xususiy kanallar bilan homiylik reklamalari bo'yicha eksklyuziv kontraktlar tuzganmiz-da. O'shanda ko'pchilik agensiyalar nimaga bularga beryapti, hammamiz sotardik va boshqa deyishgandi. Lekin biz qanaqa kontrakt tuzganmiz? Biz обязательство olib tuzganmiz. Ya'ni biz bo'ynimizga olganmiz har bitta kanalga reklama sotiladimi, sotilmaydimi garantированный har yili pul to'laymiz degan shartnoma olganmiz. Hech qaysi agensiyada o'xyatmagan bu narsani olishga. Biz aytganmizki, biz garantированный har yili mana shuncha pul sizlarga to'laymiz deganmiz. Agar biz bu reklamani sota olmasak, biz o'zimiz cho'ntagimizdan to'laymiz deb aytganmiz. Va shu ishni qildik. Mana 4 yil, 5 yil davomida shunaqa qildik. Endi mana Toshkent xalqaro aeroporti auksion e'lon qildi. Kelinglar, mana masjidga hamma reklamalarni olinglar, sotinglar. Hozir agensiyalarda, bir xil agensiyalarda norozilik bo'ladi, nima bular sotadi deb. Kim xalaqit berdi auksionga kirib o'sha narsani, bu ochiq danni. Masalan, anaqa emas. 22 milliard so'm biz 1 yilga aeroportga to'lashimiz kerak. Reklama bo'ladimi, bo'lmaydimi, hech kim qiziqtirmaydi. 22 milliard so'm biz 1 yilda aeroportga to'lashimiz kerak.
Nima hech kim kelmadi auksionda-da yoki kim keling edi, ko'proq to'layman deb aytingidida kontrakt olib keting. Ochiq bo'ldi misol uchun. Haligi biz borib kelishganimiz yo'q. Ochiq auksion bo'ldi, e'lon qilindi. SMIda ham chiqdi-ku u narsa. Kim xalaqit berdi borib olishga? Nima kerak? Ko'p bo'ladi-da, mana shunaqa agentliklar chiqib aytadi, "Bo'ladi" deydi, olib o'zicha anaqa qiladi. Pожалуйста, mana auksion bo'ldi, boringlar, sotib olinglar deydi. Duh yo'q-da. Pulni yopa olmaymanmi, yopa olmaymanmi degan joyi bor-da. O'sha narsani yopinglar. Endi uning uchun o'zini reklamodatilida uverin bo'lish kerak, mijozida uverin bo'lish kerak. То есть siz o'sha mijozingizga effektivni narsani qilib bera olishingizda uverin bo'lish kerak. Hozir agentligingizda eng katta muammo nimada? Siz uchun ayting. Bu bekitadigan narsa emas, gap kadrlarda. O'z yetib turibmiz-ku bozorda marketologlar yetishmaydi. Mana bunaqa narsa. Men bitta narsani aniq ayta olaman. Bugungi kunda bizada agentlikda ishlaydigan kadrlar, men qo'rqmasdan mana kameraga bu narsani ayta olaman. O'zbekistondagi shu sohaning eng zo'r mutaxassislari. Men mana o'zimizda ishlaydigan kadrlarda har bittasida ana yangi kelgan xodimda emas, men hajabadam yarim yil ishlagan kadrda o'sha 100% o'ylayman. Haligi o'zini ishini mutaxassislik qildi. To'g'ri, bu degani bo'ladi, hamma narsa idealniy faillar bo'lmasa ekan, fuck-uplar bo'lmasa ekan emas, bo'ladi. Xato ish bo'lgan joyda xato bor, ko'p ish bo'lgan joyda ko'p xato bor. Bu normal holat. Lekin bizning mutaxassislar rostdan yaxshi bolalar, yaxshi ishlashadi, bolalar, qizlar. Lekin ular kam. Muammo shunda yetishmaydi. Doimiy ravishda biz yangi xodim olishga harakat qilamiz. Bizda hatto shunaqa narsa borki, kimdir menga "Men bitta yaxshi mana shu sohada yaxshi mutaxassis bor ekan, chaqir" deyman. U bizda shtat bormi, yo'qmi farqi yo'q. Chaqir deyman. Gaplashaylik deyman. Qani olib kel, davay deyman-da, maksimalni biz yaxshi mutaxassislarni ishga olishga harakat qilamiz va ularga yaxshi sharoit yaratishga harakat qilamiz. Bizda bitta narsa bor. Bizda 9 dan 6 gacha ofisda o'tirish kerak. Mana shu ofisda o'tirish kerak degan tushunchalar ham deyarli yo'q-da. Misol uchun mana televideniya bo'yicha media direktorim 1 yilda ko'rsam 2-3 marta ko'raman. To'g'ri, telefonda aloqada, живой-da, свободный grafik. Menda ishga munosabatim juda ham oddiy. KPI'im bor, deadline'im bor, ishim bor, bo'ldi, vaqtida bajarib qo'y, bo'ldi. Ya'ni o'sha misol uchun media direktorim, u media planning bilan shug'ullanadi, uni komandasi media planирование vaqtida ketyapti, efirlar vaqtida chiqyapti, hisob-kitoblar hammasi to'g'ri bo'lyaptimi, bo'ldi. Men boshqa menga nima farqi bor? Ofisda o'tiradimi, uyda o'tiradimi, Balida yotib ishlaydimi, menga nima farqi bor? Men bilan aloqada kerak paytda bo'ldi. Ko'p xodimlar shunaqa. Ayrim xodimlar ofisda o'tiradi. Ayrim xodimlar yana bitta ofisimizda va boshqa ofisda o'tiradi. Ularga qulay ravishda o'tirish. Okey. Imkon bor, o'tiraversin. Zo'r, ikkita xodimimiz bor edi, bilmayman nimaga. Ma'lum bir coworking yoqqaniga o'sha coworkingda o'tiramiz. O'tiringlar. U xodimlar o'sha coworkingda o'tirishi bizning ofisda o'tirishdan arzonroq edi bizga. Ofis operatsion anaqalari bor-ku. O'sha ikkita xodimimiz o'sha coworkingda o'tirishi bizga operatsion nuqtai nazaridan hattoki arzonroq edi. Lekin u ularni tanlaydi. Okey. Tayyor mutaxassislarni olasizmi yoki o'zingiz noldan o'stirasiz? Tayyor mutaxassislarni ham olamiz, noldan ham o'stiramiz ham. Tayyor mutaxassis bo'ladigan ma'lum bir sohalar bor. Tayyor mutaxassislar bizga kerak, doimiy ravishda tayyor mutaxassislarni jalb qilamiz. Ma'lum bir sohalar bo'yicha o'stiramiz ham mutaxassislarni. Agentlikdagi faoliyatingiz davomida o'zingizni qanaqa baholaysiz boshqaruvda? Ya'ni tushunishim bo'yicha demokrat, men 2 ga bo'laman, demokratni ham harakat qilayotgan demokrat va demokratni haqiqiy demokrat. Yo'q, qarang. Avtokrat. Yo'q, to'xtang, bunaqa narsa. Biznesda demokrat bo'la olmaysiz. U davlatda demokrat. Qanaqa biznesda siz demokrat bo'lasiz? Nima, siz bitta narsani to'g'ri deb javob berasiz. Biznes siznikida, 3 ta xodimingiz bizni boshqacha deb hisoblayotgan bo'lamiz desa, siz aniq o'ylaysiz shunaqa bo'lishga javobgarsiz-ku. Решение sizdan-da. Javobgarsiz. Bunaqa narsada bu degani bo'ldi, men aytganim bo'ladi emas. Tabiiyki hamma xodimni endi qanaqadir ключевой решениeni qabul qilish kerak bo'lsa, tabiiyki xodimning fikrini eshitasiz. U shu sohaning mutaxassisi. Lekin yakuniy qarorni siz qabul qilasiz. Nimaga? Chunki siz biznesga javob berasiz. Ertaga shu qaroringiz orqasidan aytaylik, kompaniya katta ubitga olib keldi. Ubitga xodim to'lamaydi-ku, siz to'laysiz-ku.
Siz xodimga aytmaysiz-ku, shu sani решениеңda sen aybdor deb. U yomon rahbar shunaqa qiladi. Hali xodimni aybdor qilgisi keladi. Любой ключевой решение uchun rahbar javobgar. O'shaning uchun решениeni xodim e'lon qilgan bo'lsa ham baribir siz javobgarsiz u решение uchun. Ya'ni aytmoqchimanki, masalan, Azizbek aka, mana shu fikringiz noto'g'ri deb qaysidir xodimingiz aytishi mumkin. Yo'q, uni bemalol aytadi. Uni bemalol aytadi. Bu fikringiz mana bitta noto'g'ri o'ylayapsiz, yo mana bunaqa qilyapsiz. U narsa, masalan uchun meni xodimlarim menga bir narsani aytishga qo'rqadi deb hisoblamayman. Bemalol aytoladi. Meni xodimlarim ko'pchiligini o'zingiz ham taniysiz. Men haqimda fikr ulardan ham so'raysiz bo'ladi, lekin aytmoqchimanki, men biron bir ishda noto'g'ri qilayotganligimni bemalol ayta olishadi. Qiziq savol. Nenormativ leksikadan foydalanasiz? Foydalanaman. Juda ham ko'p foydalanaman. Uni bekitib ham o'tirmayman. O'zbek tilida ham, rus tilida ham. Foydalanaman, lekin shaxsiyatga o'tmagan holatda. Men hech kimni hech qachon shaxsiyatiga o'tib u maksimal o'zimga позволять qilmayman u narsani. Lekin, misol uchun gapni jahlim chiqishda emas. Bir xilda, ayniqsa rus tilida gaplashayotganingizda ma'lum bir so'zni ishlatish holatni, asl holatini ko'rsatib berish uchun nenormativ leksikani ishlatganingiz yaxshiroq, chem uni adabiy tilda aytganingizdan ko'ra. Uni tushunish osonroq bo'ladi. Men uni aytmoqchimanki, real holat u, televideniye uchun intervyu bermayapmiz-ku. Endi ba'zilar aytishadi, yo'q, endi aynan xodimlarga nisbatan yoki hayotda. Qarang, mana bunaqa yana bir marta aytaman. Xodimlar bilan gaplashayotganda boshqa gap aytaman. Men xodimlarim ham men bilan gaplashayotganda nenormativ leksikani ishlatishga ruxsat beraman. Shuni aniqlamoqchi edim. Qiziq. U misol uchun aytmoqman, xodimlaringizni so'kasizmi desangiz, shaxsiyatga o'tib so'kmayman. Shaxsiyatga o'tish emas, aynan. So'kish misolida. Kimlardir aytadi, umuman men anaqa qilmayman. Nenormativ leksikadan foydalanmayman. Yo'q. Xodimlar bilan gaplashganda ham men foydalanaman deylik. Men boshqalar haqida gapirmayman, men foydalanaman. Tasavvur qiling, qanaqadir katta fuck up. Nimadir muammo bo'ldi deylik. Xo'p. Mijoz sizga telefon qildi. Balki 11 dir kechqurun, 12 dir sizga telefon qildi, mana shunaqa muammo bo'lyapti deb sizga bildirdi. Va u haq. Sizning keyingi reaksiyangiz qanaqa bo'ladi? Ketma-ketlik. Birinchi qilinadigan ish, agar fuck up bo'lsa, fuck up to'g'rilash. Birinchi qilinadigan ish shu. Ya'ni nima muammo bo'ldi, o'sha muammo to'g'rilanishi kerak. Mijoz u muammodan stradat qilish kerak emas. Ya'ni birinchi qilinadigan ish o'sha muammoni to'g'rilash bo'ladi. To'g'rilangandan keyin o'sha muammo nimaga u muammo kelib chiqdi, uni sababini bilamiz va o'sha muammo boshqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Endi qarang. U muammo har xil holatda bo'lishi mumkin. Biron bir ishchi nimanidir qilaman deb noto'g'ri qilib qo'ysa, u okey bo'lib turadi endi. Lekin biron bir ishchi rus tilida aytganda из-за разгильдяйства yoki ishga be'etiborsizlik natijasida qilgan bo'lsa, unda ishchi bilan men suhbatim sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Lekin u bir narsani qilaman deb turib noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsa, ish bo'lib turadi unaqa holatlar. Mijoz birinchi o'rindami sizga aytdingizda? Albatta. Mijoz ish prosesslari nuqtai nazardan ham birinchi o'rinda. Ish prosesslari nuqtai nazardan birinchi o'rinda. Nimadir muammo bo'ldi. Ayb lekin mijozda. Kimni yonini olasiz? Shunaqa situatsiya. Yo'q, endi agar ayb mijozda bo'lsa, men istalgan holatda ham hech kimni yonini olmayman. Nima bo'lgan taqdirda ham hech kimni yonini olmayman. Men o'sha holatni yaxshilashga harakat qilaman. Misol uchun, men oddiy misol aytaman sizga. Bizi mana 2 kun oldin, 3 kun oldin bo'lgan biz bitta kompaniya bilan reklama joylashtirish bo'yicha shartnoma imzoladik. 1-oktyabrdan o'sha mijozni reklamasi aeroportda ketish kerak edi. Xalqaro kompaniya u. 1-oktyabrdan ketish kerakligining sababi 1-oktyabr kuni kechqurun u mijozni Xitoydagi rahbarlari Toshkentga uchib kelish kerak edi va ular uchib kelganda reklamani ko'rish kerak. 30-sentyabr kuni kechqurun soat 20:30 da mijoz rolik beryapti. Ish vaqti tuga bo'lgan. 1-oktyabr dam olish kuni. Aeroport rejim obyekti. Xohlagan paytingiz kirib chiqa olmaysizda. Mijoz hech nimani tushungisi kelmayapti, faqat naijat qilish bilan ovora, nima qilasan qilsang qil, qo'yib ber rolikimni deb.
nima qilish kerak? Endi men o'ylayman ixtiyoriy usul bilan qo'yib berish kerak. Yana bilmayman. Siz aeroportga kira olmaysiz texnik. Ha. Endi mana bunaqa narsada, ya'ni ixtiyoriy usul bilan qo'yib berish kerak desangiz ham, shartnomangizda ham yozib qo'ygan 5 kun oldin rolik berishingiz kerak deb. Hamma qonun qoida yozilganda. Endi mijozning vaji nimada bo'lyaptiki, biz rolikimizni Buxoroda oldik, production kech berdi. Nimaga productiondan talab qilmading rolikni vaqtida berishni? Misol uchun, nimaga production rolikni vaqtida bermadi? Nima sen production qilgan xatosini mendan talab qilsan, 30-sentyabr kuni kechqurun 8:30 da 1-oktyabr kuni ertalabdan rolikimni qo'yib ber. Xo'p, ertalab bo'lmasa obedgacha rolikimni qo'yib bergin deb. Men 1-oktyabr kuni ish kuni bo'lmagan kuni xodimimni olib chiqishim kerak. Birinchidan, hozir bu rolikni olib montajnikimga berishim kerak. Montajni listda u setkani ichiga qo'yish kerak uni. U setkaga qo'ygandan keyin uni boshqatdan render qilib chiqarish kerak daroshkani. Keyin u daroshkani olib xodimim aeroportga borib qo'yish kerak. Men bu ikkala xodimim ham uyda oilasi bor. Dam olish vaqti va hokazo va hokazo. Mijoz to'polon qilib tashyapti. Haligi iltimos qilmayapti-da, tushunasizmi? 100% o'zining xatosi. Nima qilish kerak? Qo'yib berdik. Siz men bilganingiz uchun uvereni o'tiribsiz, qo'yib berasiz deb-da, qo'yib berdik, to'g'ri. Lekin men aytmoqchimanki, mana mijoz nepravmi degan, neprav, 100% neprav. Hattoki men boshqa narsa bo'lishi mumkin edi. 26-27-da telefon qilib, bolalar rolik ulgurmayapmiz berishga. Vaqtida ulgurmadik. 30-da beramiz. Iltimos harakatinglarni qilib qo'yinglar, shuni qo'yib berishga deb aytib qo'ysa ham bo'ladi. Tushunasizmi? Aytmagan ham kech beraman deb rolik. 30-da kechqurun rolik beryapti-da, 1-da qo'yib bergan deyapti. Nima qilish kerak? To'g'rimi? Shunga to'g'ri qo'yib berdik, qiynaldik, qo'yib berdik. Xodimlarimdan iltimos qildik, boshqa qildik, mijozni ogohlantirdik. Boshqa bunaqa qilmanglar, boshqa qo'yib bermaymiz deb. Keyin safar qo'yib bermaymiz deb ogohlantirib qo'ydik. Bunaqa force majeure oldini o'zingizlar olinglar deb aytib qo'ydik. Mijozlar bo'yicha sizda qanaqadir red flag bormi? Ya'ni qanaqa mijozlar bilan umuman ishlamaysiz? Endi men o'zi red flag so'zini yomon ko'raman. Birinchisi o'sha strategiya bo'yicha aytdim. Dunyo qarashimizni, fikrlashimizni to'g'ri kelmaydigan mijozlar bilan men ishlamaymiz strategiya bo'yicha. Boshqa yo'nalishlar bo'yicha endi birinchisi bu o'zimizga yarasha blacklistimiz bor. Bizani moliyaviy nuqtai nazardan aldab ketgan kompaniyalar bilan ishlamaymiz umuman, tabiiyki. Unaqa kompaniyalar, afsuski bitta ikkita mashhur kompaniyalar bor. Ular bilan ishlamaymiz. Keyin ayrim holatlar bo'ladi. Men agar o'zim gaplashayotgan paytimda ushbu kompaniyaga hozir reklama aniq kerak emasligini bilsam ishlamayman. Odatda bir yilda 3-4 ta shunaqa holat bo'ladi. Hattoki o'sha siz xodimlaringiz siz neprav deb aytolmaydi. Men hozirki keling pul ishlab qo'ya qolamiz deganda yo'q deyman. Ko'pincha bir xillarda bo'ladi. Mana yaxshi gaplashganingizda bilasiz-ku. Ishini yonayotgan tadbirkor keladi. Men beraman deydi, qo'ying. Hozir qilmang deyman. Men bu ishni to'g'rilang deyman. Keyin keling qilib beramiz deyman. Ayniqsa agar potensial ko'rsangiz, tim bo'ling. O'sha mana shu biznesda potensialni ko'radigan bo'lsangiz, o'sish potensialini. Undan ko'ra men narsani to'g'rilab keling qilib beramiz deb aytaman. Endi siz savolingizni tushuntirman, ko'proq negativ holatini xohlayapsiz aytishga. Bizga nisbatan men o'sha eng yaxshi ko'rgan terminni ishlataman. Uni Garri Potterlikka xohlayotgan mijozlar bilan ham ishlamaymiz. Mana bizga kelishadi-da, mana bir xillarda anaqa bo'ladi. KPI qo'yamiz deydi, savdoga KPI qo'yamiz deydi. Sen deydi reklama qilib berasan deydi, hattoki sof foydaga KPI qo'yamiz deydiganlargacha bor. Ya'ni meni deydi biznesimdan deydi 100 so'm pul topaman, 200 so'm pul topsam senga deydi reklamingga pul to'lab beraman deydi.
aytamanki, aka deyman, sizni biznesingizni 50 ta protsessi bor. O'sha protsessdan bittasi reklama. Qolgan 49 ta protsessiga men ham ta'sir o'tkaza olmayman deyman, men ta'sir o'tkaza olmayman deyman. Uni siz to'g'ri qilib qo'ymasangiz bo'lmaydi deyman. Men o'zimnikini qanchalik ideal qilmasam ham, men bu narsalar to'g'ri bo'lmasa bo'lmaydi. Endi men bu bilmagan narsani qanaqa qilib ishlashim mumkin? Endi odatda men sizga to'g'risini aytaman, odatda mana shunaqa yo'nalishni qidirayotgan kompaniyalar 1-2 yil ishlaydi, shu bilan yo'q bo'lib ketadi. Men bilmayman, bitta ham unaqa kompaniyaniki, rahbarini podxodi shunaqa bo'lib turgan paytda keyin omadli qilib nimadir qilganini bilmayman, bittasini ham bilmayman. Qanaqadir frazalar bazasi bormi sizda? Men endi o'zimni tajribamdan bir ikkita xulosalarim bor. Ya'ni puldan muammo yo'q deydi-ku qaysidir klient. 100% birorta shunaqa vaziyat bo'lmaganki, puldan muammo yo'q degan mijoz rostdan ham puldan muammo bo'lmagan holat bo'lmagan. Ya'ni puldan muammo yo'q deydi, aniq puldan muammo. Mana qarang, mana bunaqa narsa bo'ladi. Ko'pchilik o'zi aslida noto'g'ri narsa. Mana ko'pchilik bo'ladi. Aytaylik, faqat televideniyega reklama yo'q beringlar deb keladiganlar bo'ladi. Hisoblab beringlar deyshadi. Misol uchun kuniga Sevimli kanalda 6 marta 30 sekundlik rolik qo'ymoqchimiz. Faqat prime time'da hisoblab beringlar, 3 oyga nechta pul bo'ladi deydi. Birinchi beradigan savolim, aka, o'zi reklamaga hozir qilmoqchi bo'lgan investitsiyangiz qancha deyman? Ya'ni byudjetingiz qancha deyman? Aytgisi kelmaydi. Xuddi men uni byudjetini bilib qolsam, qimmatroq hisoblab beradigandek. Nima uni so'rayman? Sababi kuniga 6 marta prime time'da 30 sekundlik rolikka 1 oy qo'yishingiz Sevimli kanalida 3-4 milliard atrofida chiqsa kerak hozirgi holatda. Agar undan taxminan shunaqa chiqsa, 2,5-3 milliard chiqishi mumkin. Bular o'zi 2 oy oldin ochilgan kompaniya yoki distributor. Aniq ularning unaqa byudjeti yo'q. Men hozir uni xodimlarimga beraman. Bir kun vaqt ketadi, uni hisoblaymiz, boshqa qilamiz deb ko'rib ko'zi chiqib ketadi. Va o'shaning uchun aytaman, keling, sразу balkim sizlarga televideniya umuman kerak emasdir. Yo'q, menga bo'lmaydi, mana shuni hisoblab ber bo'ldi deydi. Hisoblab berasiz, keyin shu bilan deydi, yo'q bo'lib ketadi. Undan ko'ra agar bizga o'sha byudjetni boshqasini aytsa, biz to'g'ri yo'nalish beramiz. Tamizga, aka, sizga televideniya kerak emas. Men bu narsani ishlatib ko'ray. Bizda bo'lishi ham shart emas u narsani. Nima qilishni yo'nalishni berib yuborganimiz yaxshiroq, chim u odam reklamani narxi 3 million reklama ekan deb turib, umuman chiqib ketgandan ko'ra. 3 milliard reklama deb to'layman deb. Umuman reklama bermasdan, umuman boshqa yo'nalishga ketib qolgandan ko'ra, o'zi bu yo'nalish bilan ketgan yaxshiroq. Reklama blokini tugatish uchun yana bitta savol. Televideniyada reklama berish uchun taxminan qancha byudjet ajratish kerak? Qarang. Masalan, yangi brendmi? Birinchi shundan boshlaylikki, televideniyaga reklama berish uchun qachon reklama berish kerak degan savoldan boshlash kerak. Siz televideniyaga reklama berishingiz kerak qachon siz respublikani o'ldim deganda 70% joyida sizni mahsulotingizni sotib ola oladigan bo'lgandan keyin. Ya'ni siz respublika bu degani har xil biznes savdo modeli bor, balkim dastavka bordir, masalan, hammaga yetkazib bera olishingiz mumkin. Lekin 70% miqdorini qoplolmasangiz, televideniyaga ma'noyi chiqib. Chunki to'lovi qimmat. Endi ikkinchi nuqtai nazar, ikkinchi joyi borki, sizning auditoriyangiz kim? Agar auditoriyangiz erkaklar bo'ladigan bo'lsa, u byudjet boshqa byudjet bo'ladi. Auditoriyangiz ayollar bo'ladigan bo'lsa, boshqa byudjet bo'ladi. Tushuntirib beraman nimaga unaqa qilayotganimni. Aytaylik, siz faqat erkaklar ishlatadigan erkaklar xarid qiladi va ishlatadigan biron bir mahsulotni reklama qilmoqchisiz. Siz erkaklar ko'radigan vaqtda reklama joylashtirasiz. Bu degani yo'q qanaqangidir sport musobaqasi, yo'q qanaqangidir kechqurungi kinofilm. U vaqtlar nisbatan arzonroq vaqt bo'ladi. Ya'ni sizni byudjetingiz kichkinaroq bo'ladi. Endi siz margarin yoki saryog chiqarasiz. Aniq ayollarning mahsuloti. Unda siz qaysidir serial vaqtiga joylashtirishingiz kerak va misol uchun sevimli yoki milliy yoki top kanalda tanlashingiz kerak. U vaqt ancha qimmat, u kanallar narxi qimmat. O'rtacha siz bir oyda endi umumiy mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha bir oyda bugungi kunda yana bitta muhim joyi bor, kategoriya. Siz qaysi kategoriyadasiz? Agar o'sha ichimliklar, gazsiz ichimliklar kategoriyasida bo'ladigan bo'lsangiz, bu top 3 kategoriya, top 1 kategoriya, top 3 reklamachi. Pepsi, Cola, RG Brands, Ava brendi bugungi kundagi mana sentyabr avgust oylaridagi top 3 reklamachi. Bu degani bir oyda siz 2-3 milliard so'm ajratishingiz kerak reklamaga televideniyada o'shalar darajasida bo'lishingiz uchun.
Bank bo'ladigan bo'lsangiz ham xuddi shunaqa. Bank daraja, bank ikkinchi kategoriya. Bizda hozirgi kunda banklar ikkinchi kategoriyada. Bank reklama qiladigan bo'lsangiz shunaqa. Endi aytaylik, boshqa soha bo'lsa, misol uchun bilmayman, Brito bo'ladigan bo'lsa. U yerda byudjetlar ancha pastroq. 10 baravar kamroq bo'lishi mumkin byudjetingiz bir oylik. Lekin ana vходной порог bor, to'g'risini aytaman, o'zi bir oylik byudjetingiz agar homiylik emas, prямой reklama 15-20 sekundlik rolikka joylashtiraman deydigan bo'lsangiz, bir oylik byudjetingiz taxminan 600-700 milliondan kam bo'lsa, televideniyega chiqishingiz qiyin. Qaysi ma'noda? 100 million bilan ham chiqishingiz mumkin televideniyega, lekin yo'qolib ketasiz общий shumdan. Endi boshqa nyuansi bor, to'chishni joylashtirish bor. Aytaylik, O'zbekiston terma jamoasini Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'sha martdagi futbol o'yini vaqtiga ikkita rolik qo'ymoqchisiz. 2 million so'm, 3 million so'm. Faqat o'sha paytda ikkita vaqtingiz bo'ladi, 2-3 million so'mga qo'ysangiz bo'lardi o'sha paytda. Faqat sport kanali, ya'ni Zo'r TV qimmatroq edi. Sport kanaliga biz joylashtirdik. Masalan, 15 sekundlik rolikingiz bo'lsa, ikkita vaqt bo'ladi bo'lsa, 30 sekund bo'ladi. Taxminan 2,5-3 million so'm to'lab arzimagan. Aytmoqchiman, reklama nuqtai nazaridan unday katta bo'lmagan pul. Lekin katta axlat olasiz, chunki ko'pchilik ko'radi. O'shaqa to'chishni joylashtirishingiz mumkin, razovый. U kichkina byudjetli bo'ladi. Agar katta reklama kompaniya qiladigan bo'lsangiz, o'ta byudjetli kattaroq. Agar 600-700 million ajrata olmasangiz, sizning katta reklama kompaniyada to'chishni joylashtirsangiz bo'ladi har doim. Yoki to'chishni yoki digitalga. Endi albatta digital umuman boshqa yo'nalish. Albatta biz ko'pincha harakat qilamiz o'shaning uchun biz so'raymiz byudjetni. Biz kompaniya byudjetidan kelib chiqib eng ma'qul instrumentni bera olamiz. Shunaqa fikr ham bor, yana bitta. Ya'ni televideniyada reklama kamayib ketadi borgan sari, digital kuchayib ketadi. Va bu gap oxirgi 5 yilda bor. Yo'q, oxirgi 5 yilda bor va 5 yil davomida digitalli o'sish templari faqat o'sib boryapti. Televideniya ham o'sib kelyapti. To'g'ri, digital tempi televideniyadan 3-4 baravar ko'proq o'syapti. Sababi o'zi boshlang'ich etap juda ham past edi. Bu to'g'ri holat. Bu bor gap. Sababi reklama qattiq ko'payadi, qattiq content potrебленияsi qattiq ko'p bo'lsa, content potrебленияsi digitalda oshyaptimi? Tabiiyki digitalda reklama ko'payadi. Bugungi kunda endi televideniyada ko'payayotgani sababi bizda O'zbekistonda televideniyani ahvati juda ham katta. Bugungi kunda ham O'zbekiston 90% odami televizor ko'radi. 90% O'zbekiston bo'yicha odam bir oyda bir marta hatto televizor ko'radi. Bir xillarda odamlar men umuman televizor ko'rmayman deydi, 2 soatdan keyin kecha Real bilan Barsa o'yinini ko'rdingmi deydi. Oke, televizor qayerda ko'rdingiz Real bilan Barsa? Uyda televizor ko'rmadi, o'zim endi o'yinni ko'rdimmi deydi. U televizor ko'rishga kirmaydimi? Tushunasiz? Demoqchimanki, mana shunaqa holatlar bo'ladi. Atak o'sha umumiy aytadigan bo'lsak, o'sha 90% dan oshiq bo'lganligi uchun katta kompaniyalar televideniyadagi byudjetlarini oshirib borishyapti. Mana 2025-yilgacha ham shunaqa. O'shaning uchun 2025-yilgacha ham har yili televideniyadagi umumiy reklamani byudjeti oshib kelgan. Hozirgacha oshib kelyapti. Endi digitalda boshqacha holat, yana bitta nima holat. Nimaga digitalda byudjetlar oshib ketadi televideniyada? Katta kompaniyalarning televideniyga ajratadigan byudjeti doimiy ravishda bo'ladi. Lekin ana bizda endi host deydi. Digitalda juda ham ko'p mayda kompaniyalar bor. Misol uchun aytaylik, sizda bitta kichkina sartaroshxonangiz bor. Kichkinagina bitta stul. Internetga kirasizda $50 targetga yoqasiz. Bu ham internetda digitalda byudjeti-ku. Tushunasizmi? O'sha qilib rosa ko'p. O'shani hisobiga ham o'sha digital byudjetlar bizda juda ham katta. Endi yana bitta digitalni qattiq ushab turgan narsa, haligi keskin oshib ketishini byudjetlarni ayniqsa YouTubedan nima televizeniyadan migratsiyasi bu YouTube. YouTube monetizatsiyasi yopiqligi. Ochilsa televideniyada reklama yana ham kamayishi mumkin demoqchi. Yana ham emas, kamayib YouTube'ga o'tadi, aniq. Yo'qolib ketmaydi lekin. Yo'q, yo'qolmaydi. Zo'r. Endi 20 yildan keyin balki yo'qolib ketishi mumkin, lekin anaqa yaqin orada yo'qolmaydi. Blitz qaysi reklama yoki reklama kompaniyasi O'zbekistonda, xorijda farqi yo'q, sizda eng ko'p emotsiya uyg'otgan? Emotsiyami? Ikkita reklama kompaniya bor, men
haligacha tinmasdan ko'radiganim bu birinchisi Dior Natalie Portman bilan olgan Miss Dior reklama kompaniyasi. Ano What did you do for love? Взрыв mozgi. Ikkinchisi o'tgan yili chiqdi. Brad Pitt bilan Penelope Cruz Chanel sumkasini reklamasi. Bu eski bir fransuz filmini allegoriyasi sifatida olingan rolik. Rasman bir xillar просто yoqib tomosha qilib o'tiraman. Tinmasdan o'sha rolikni. Yani dahshat reklama roligi. Yana bitta narsani mana farq etib o'tish kerak deb, chet el kompaniyalarini roliklar bilan bizda haligacha produktoviy roliklar. Bizda reklama roliki davomida doimiy ravishda bu mahsulotning sifati, misol uchun muzqaymoq bo'lsa sutdan qilingan, kolbasa bo'lsa go'shtdan qilingan va hokazo. Chet elda boshqa darajada, chet elda faqat emotsiyalar bilan rolik olinadi. Asosiy roliklar sifat haqida unaqa ko'p gapirilmaydi. Buni asosiy sababi bu auditoriyada. Bizda auditoriya hali ham faqat sifatiga qarab baho beradi. Chet elda endi Chanel sumkasining sifatini kim gapiradi? Chunki u po umolchaniyo aniq bo'lgan narsa Chanel sumkasining sifatini gapirish shart emas. O'shaning uchun ular majbur o'sha emotsional narsalarni o'ylab topishga. O'shaning uchun agar emotsiya nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsa, yana bitta rolik bor. Bu Ferrero kompaniyasining o'sha Raffaello brendi uchun qilinadigan roliklari bor. Ular juda ham yoqadi. Keyin Nike'ni из чего сделаны девчонки degan roliki bor. U yoqadi. Keyin Procter & Gamble kompaniyasini adashmasam Rio de Janeiro'dagi olimpiadaga qilingan onalar degan anaqasi bor, roliki bor. O'sha professiya mama degan, o'sha zo'r chiqqan roliklar. Endi xafa bo'lishmasligi uchun O'zbekiston endi aytmoqchiman, O'zbekiston aytmoqchimanki, bular hammasi emotsional roliklar. Menga o'sha savol shunaqa qo'ydingiz, emotsiya uyg'otadigan roliklar. Emotsiya uyg'otadigan roliklar menga yoqqani o'sha. Mahalliy kompaniyalarda endi emotsiya uyg'otadigan roliklar bo'yicha hech nima deya olmayman shaxsan menga, lekin samaradorlik nuqtai nazardan alohida savol. O'ziga emotsiya uyg'otgan. Okey, emotsiya nuqtai nazardan menga eng yoqqan zo'r reklamli kompaniya yaqinda bo'ldi. Ikkita rolik, ikkita kompaniya aytaman. Birinchisi bu Korzinkani xo'jayin kompaniyasi. Super. Emotsiya nuqtai nazaridan ham super. Ayniqsa o'sha Zafar aka bilan qilingan reklama roligi, ya'ni o'sha mashinada Zafar aka hamma xo'jayin keladi, Zafar aka kelib turib, hozir xo'jayin keladi degan zo'r chiqqan. Adashmasam 605 agentligi qilgan, молодцы, zo'r chiqdi. Yana bitta emotsiya uyg'otadigan menga yoqqan bu yil chiqqan rolik Perfect universitetining Yuxsin roligi. Yuxsin bilim Yuxsin. Bu o'sha Perfect universitetini boshqaruvchi o'rtog'im va u bilan birga o'sha FCB Art kompaniyasi Shohrux Nizomiddin boshchiligidagi komanda qilgan rolik menga juda ham yoqdi. Va Kango. Kango bu legenda. Kango bu legenda, sababi Kango nimaga men maza qilaman Kangodan? Uni siz bilmasangiz kerak. Biza yoshligimizda kukuruku degan produkt bo'lardi-da. Oddiy vafli ichidan nakleyka chiqardi-da. O'sha 90-yillarning boshida kukurukuni reklamasi shu darajada chiqqan. Kukuruku deb ashula bo'lib chiqqanda, biz nimaligini bilmasdan ota-onamizdan kukuruku olib bering derdik. Kango ham xuddi shunaqa bo'lganda, o'sha Kango bormi, Kango degan jingle orqali qilingan reklama kompaniyasida bolalar Kango nimaligini bilmasdan ota-onasidan Kango olib bering deb talab qiladigan darajaga chiqqan. Haqiqatdan haligi miyaga o'tirib qoladigan rolik bo'lgani uchun mana O'zbekistonga bo'lsa Kango. O'zbekistonda eng effektiv reklama sizning fikringiz bo'yicha demak Kango. Yo'q, qarang, effektiv reklama nuqtai nazaridan menga baholash qiyin, chunki men ichida bo'lganlarimni bahola olaman. Ichida bo'lmaganman. Birinchidan Kango super effektivni bilamiz, chunki Kango bilan biz uzoq muddat davomida ishlaymiz, ichidan bilamiz. Kango super effektiv reklama kompaniya. Akfani 2005-yildan 2008-yilgacha, 2010-yilgacha qilingan reklama kompaniyalar почти hammasi super effektivni bo'lgan. O'sha endi celebritylar bilan qilingan reklamalar va undan keyingi o'sha qilingan
o'zbekcha stilda olingan reklamalari hammasi zo'r effektivniy bo'lgan reklamni kompaniyalar. Endi aytaman, men ichida bo'lmasdan turib qiyin baholashim. Meni subyektiv fikrim o'sha kompaniyalar menga juda ham yoqqan. O'sha mana hozir yangilarni aytadigan bo'lsak, mana yana bir marta aytaman, Korzinkani xo'jayin kompaniyasi menimcha zo'r. Sizni fikringiz bo'yicha yoki o'zingiz qatnashganlaringiz eng noeffektiv reklama oxirgi kuzatganingiz? O'zbekistonda o'tkazilayotgan 60% reklamalar. Endi qaysi? Yo'q, men bitta zo'r primer keltiraman. Super noeffektiv reklama haqida. Afsus deyman, mahsulot ham zo'r edi, afsuski brendni ham o'ldirishdi, lekin u yerda bitta keset beraman. 2015-yil Sempre degan brend chiqqan. Murabbo va jemlar. Zo'r mahsulot. Rosa sifatli mahsulot. Brend egalarini taniyman, rosa yaxshi odamlar. Rosa mahsulotga mehr berishgan. Yomon tarafi noto'g'ri agentlikka uchrab, agentlikka gapiga quloq solishganligi bo'lgan. Mahsulotni zo'r qilishganda, juda ham katta byudjet bilan, juda ham katta reklama kompaniyasini tasavvur qiling, qulupnay va malinadan qilingan jemlarni reklama kompaniyasini may oyida o'tkazishgan. Asal Shodiyeva bilan rolik olingan, televideniya, tashqi reklama, hamma yoqda Sempre bo'lgan. Savol sizga, may oyida kim qulupnayli jem sotib oladi? Qulupnayni o'zi bor. Hamma yoqda tayyor, suv tekinga qulupnay bilan malina to'lib yotgan paytda kim jem sotib oladi? Rosa katta byudjet shunga ajratilgan, shu bilan kompaniya deyarli bankrot holatiga kelib qolgan. O'sha brend yurmadi. Endi aytaman, tabiiy holatsiz endi brend egasi, kompaniyani egasi po-любому javobgar bo'ladi, lekin menga anaqasi endi aytaman, agentство pul ishlayman degan agentstvaga ishonib qolishgan. O'sha paytda misol uchun distributsiya ham bo'lmagan, chunki mahsulot polkada bo'lmagan, agentstvo aytganki, reklamani zo'r qilsang magazinlar so'rab keladi degan. Magazin hech qachon so'rab kelmaydi, mahsulotni noto'g'ri narsa, distributsiya birinchi bo'lishi kerak. Ya'ni distributsiya bo'lmagan, noto'g'ri sezon bo'lgan va hokazo tushunasiz. Men sabab shunda. Mana yana bitta oddiy misol, yaqinda bo'lgan holatda aytaman men sizlarga. 2 yil oldin noyabr-dekabr oyida katta reklamli kompaniya bilan Evita kirib keldi. Evita suvlari noyabr-dekabrda rosa katta byudjet bilan reklama qilishdi. O'zbekistonda bitta ham keysi bilasizlarmi, suvni qishda reklama, yangi brend suvda qishda kirib kelib omad kelishgan. To'g'ri, endi suv yil bo'yi ichiladi-ku, lekin baribir suvni sezoni yozda-da. Mana hozir to'g'ri ishlayapti bu brend, lekin reklama bozorida yo'q-da o'sha. Hamma byudjet ishlatib bo'lingan. Ishlatib bo'lingan. Sempre holatida brendni yo'qotdik. Endi balkim hozir nima B2Bga o'tib ketishda nimadir qilishyapti endi. Zavodku, lekin mana haligi neeffektivni deganingiz mana даже neeffektivni bo'lgandan tashqari обидно anaqada produkt zo'r edi. Mahsulot o'zi zo'r mahsulot edi. Marketing bo'yicha siz eshitgan eng yomon maslahat bitta. Reklama qilsangiz magazinlar mahsulotingizni so'rab keladi. Xo'p, siz uchun marketing bu? Men uchunmi? Hayotda majralmas qismi. Marketologlar o'qish kerak bo'lgan va shart bo'lgan top 3 ta kitob. Qarang, marketologlarni o'zi o'qish kerak bo'lgan kitoblar ko'p, marketing sohasi bilan bog'liq bo'lgan. Lekin bitta narsani tushunish kerak-da, marketingda siz mijozlar bilan, odamlar bilan, massalar bilan ishlaysiz-da. O'shaning uchun siz yaxshi marketolog bo'lishingiz uchun o'sha odamlarni harakatini tushunishingiz kerak. O'shaning uchun birinchisi Daniel Kahneman Think Fast Slow, ya'ni думай медленно, решай быстро. Ikkinchisi xuddi shu tematika, ya'ni поведенческий экономика bo'yicha Taylor Nuch. Qarang, hozir tushuntirib beraman, поведенческий экономика nimaligini. Поведенческий экономика bu odamlarni u yoki bu holatda qabul qiladigan qarorlariga ta'sir qilish va
nimaga odamlar ratsional fikrlab turib, irratsional harakatlanish haqida tushuntirib beradigan fan. Buni plus tarafi, buni nimaga unikal holati nimadaki, aynan mana shu soha bo'yicha 2002-yilda ham Nobel mukofotini Kahneman olgan поведенческий ekonomika bo'yicha. Adashmasam 2016-yilda ham, ya'ni nauka nuqtai nazaridan 14 yil bu juda ham qisqa muddat. Lekin bitta tematika bo'yicha 2 marta Nobel mukofoti berilgan. Birinchi marta Kahnemanga 2002-yilda, 2016-yilda Taylorga. Kahnemanga mana shu nazariyalarni ilgari surganligi uchun, Kahnemanga shu Taylorga shu nazariyalarni Barack Obamani administratsiyasida ishlab turib hayotga qo'llaganligi uchun berilgan. Mana shu ikkita kitob, ya'ni Taylor Kahneman Think Slow Fast va Taylor Nudge kitoblari hamma kim menga kelsa, men shogirdlikka kelaman desam, birinchi o'sha ikkita kitobni borib o'qib kelgin deyman. Bu yerda imенно odamlarni harakatlanishi, odamlarni u yoki bu paytda qanaqa fikr qabul qilishi haqidagi kitoblar. O'shanga top 3 emas, top 2, faqat mana shu ikkita kitobni hamma marketolog o'qishi shart bo'lgan kitoblar. Yog'iga nima deydi, manni o'qiydimi yo anaqani boshqa olimlarni o'qiydimi, ay farqi yo'q-da. Endi Dedushka Kotlerni o'qiydimi yo ot esmashib qoldi, anaqa pozitsionirovaniyaning otasi nima edi? Jack Trout. Troutni o'qiydimi, farqi yo'q-da. Aytmoqchiman, u yerda bo'lmaydi, marketing bo'yicha umumiy tushunchalar bir-biriga juda ham yaqin. Endi ba'zi kitoblarda teoretik. A вот практически именно odamlarning поведенияsi bo'yicha mana shu ikkita kitob. Zo'r. Menimcha yakunlasak bo'ladi. Azizbek aka, rahmat katta. Sog' bo'ling.